Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'rurmanlari. Bugun Anqara Hoji Bayram Vali universitetidagi tarix fanlari doktori professor Varis Chaqqon muallim bilan ilib borayotgan Sharq Turkistonning 76 yillik ochiq ishg'oliyat tarixi bag'ishlangan maxsus suhbat programmamizning 3-chi qismi huzuringlarda. Oldingi ikki qismda ishg'oliyatning dastlabki yillari, Xitoy tajovuz hukumatidagi Sharq Turkiston ilib borgan assimilyatsiya siyosatlari va madaniyat zo'r inqilobi davridagi qorong'u kunlar haqida suhbat ilib borgan edik. Bugun bo'lsa tariximizning yana bir muhim burilish nuqtasi madaniyat zo'r inqilobining oxirlashishi bilan boshlangan xalqimizdagi yangi bir umid va milliy uyg'urish to'lqini qo'zg'algan Uyg'ur oliy maktab o'quvchilar harakati, shundoqla Barin inqilobida sharafli bir qarshi harakat bilan Xitoyning mustamlikachi hokimiyatining abdi bashirisi qaytadan oshkorlanib, Dungtvanning qaytadan asli kirishi, Barin inqilobigacha, ya'ni 1976-yildan 1990-yilgacha bo'lgan davrga nazar solamiz. Assalomu alaykum, Variska, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydonda qatnashganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Hamma rahmat aytaman. Rahmat, Variska, bu yil ana vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy ishg'oliyati ostiga tushib qolganiga 76 yil bo'lgan, ya'ni Xitoy kommunist ishg'oliyati bo'lgan yil. Shundoqla bugun, ya'ni 12-oyning 22 kuni Xitoy tajovuzchi armiyasiniki Sharq Turkiston ishg'ol qilgan bir qabatli bir kun. Bu kun diasporadagi bizniki Sharq Turkiston milliy inqilobidagi bir muhim bir kun. Bu kunni bilan biz Xitoy ishg'oliyatining Sharq Turkistonda Xitoy ishg'oliyatiga tushib qolganligini mush kun orqali o'zimizning Xitoy tajovuzchi bo'lgan qarshi harakatimizni ifodalab kelamiz. Bu muhim bir kun, ya'ni muhim bir kunda, ya'ni oldingi nimada boshlagan programmamizning 3-chi qismini bugun bu qabatli kuniga o'rlashtirdik. Birinchi, ikkinchi qismda yuqorida deb o'tganimizdek qisqacha mazmunlarni o'rtoqlashganmiz. Bugun 3-chi qism, ya'ni madaniyat zo'r inqilobi besiqqandan keyin Xitoyda siyosiy bir islohotlar bo'lib bir mezgil islohotlar bo'ldi. Bu islohotdan keyin bizning Sharq Turkistonga ma'lum darajada ta'sirini ko'rsatib, Sharq Turkistondagi milliy uyg'onish harakatlarini bosh ko'tarilishiga bir fursat yaratildi. Mush nuqtalardan chiqish qilib biz madaniyat zo'r inqilobidan keyingidan tortib bor inqilob bo'lgan mush oraliqdagi bo'lgan ahvollarni qisqacha eslab o'tamiz. Unda savol qismiga kiraylik. Birinchi savol, Xitoydagi siyosiy o'zgarish va islohotning mohiyati Xitoyning 11-navbatdagi 3 yig'inidan keyingi islohot va ijodiy siyosatniki Sharq Turkistonga nisbatan strategik maqsadi nima edi? Bu siyosat bir yumshashmi yoki hokimiyatni mustahkamlash uchun berilgan vaqtlik bir chorami? Xo'sh. Bu Xitoyningki 11-navbatlik 3-chi umumiy yig'inidan burunqi ahvolni qisqacha mandaq bir ko'rib chiqish kerakchi. Anandaki 11-navbatlik umumiy yig'indan keyin Xitoylarda qanday o'zgarish bo'ldi, uning bizning Sharq Turkistonga qanday ta'siri bo'ldi? Anandik shuni to'g'ri tushungin oldi. Ham bu madaniyat inqilobida Xitoylarning aytdi o'zime eg'ir bir nima qildi-chu, zarbiydi, eg'ir ishlab chiqarish turib ketdi, butun ilmiy tadqiqotlar elib berilmadi, bir qalaymaqanchilik davri bo'lgandiki, Xitoylardimi bir chiqish yo'li izlaydiganlar bo'ldi-chu, chiqish yo'li izlab bu qanday qilsak bu nimani bu qalaymaqanchilikni o'ngshab ketalaymiz deganda shu Deng Xiaopingga o'xshash ba'zi odamlar o'tirg'i chiqib, u vaqtida Deng Xiaoping shu xalqaradimi ba'zi munosabatlarni o'rnatgan kishichu bu. Shu vaqtida bu biz bu tarixdan bir tajriba saboq elib biz o'zimizni o'ngishmasak bo'lmaydi ekan deb bir chiqish yo'li izlagan. Shu vaqtlarda hamda bu o'zing bilsa Xitoyni
xalqaro nimalarda qabul qilmagan, Tayvanni qabul qilgan uning o'rniga. Shunga bu Kissingerning siyosati va Niksonninki Rossiyani ojizlashtirish uchun Sovetlar ittifoqini Xitoyga yaqinlashish siyosatimi desak bo'ldi. Xitoyni mush orqali yeniga tortib Xitoyga bir keng siyosat ishlatishga boshladi shu. Hatto Nikson bilan Mao Zedongninki ko'rishganligini bilmas. Shuningdan keyin bu Deng Xiaoping biz ham bu bekinma holatdan uch holatga o'tishimiz kerak, islohot olib berishimiz kerak. Bu biz darhol jiddiy tadbir qo'llanib biz bu nima qilmasak bu Xitoy davlatininki ahvoli xatarlik degan ko'z qarashda bo'lgan. Shuning bilan bu shu vaqtda Jo'llayning nimasi bilan bu shu xalqaroda ba'zi diplomatik nimalarda bo'lgan ziyoratlarda bundan keyin bu Amerika bilan Mao Zedong bilan Nikson ko'rishgandan keyin Xitoyga Amerika bir yo'l ochib berdi-ku. Shuning bilan bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Deng Xiaoping'ninki bir so'zlagan so'zi bor. Anandan keyin nimaga bog'layli? U xalqaroda dunyoga bergan bir so'zi bor. Bu so'zni men oldi bilan shu qarindoshlarimga bir anglitay, ondan keyin bog'lab ketaman. Bu bek muhimchi bu. Buni hamda biz nima qilmasak, qara mana hozir qo'yib beray buni. 1974年4月6日，时任中国国务院副总理邓小平率领中国代表团出席联大第6届特别会议。4月10日，邓小平在大会发言，全面阐述了中国关于3个时期。 Kulağımdan çıkıp kaldı da. To'xta. Kulağımdan çıkıp kaldı, keçirsizlar. Çünkü bu bek muhim bir halkılık bir basqıchchi bu. Buni oldi bilan bular nima degan davomi? 1974年4月6日，时任中国国务院副总理邓小平率领中国代表团出席联大第6届特别会议。4月10日，邓小平在大会发言，全面阐述了中国关于划分3个世界的理论和永不称霸的誓言。这也是中国国家领导人第一次登上联合国讲坛。中国现在不是，将来也不是超级大国。什么叫做超级大国？超级大国就是到处对别国进行侵略、干涉、控制、颠覆和掠夺，谋求世界霸权的帝国主义国家。如果中国有朝一日变了颜色，变成一个超级大国，也在世界上称王称霸，到处欺负人家、侵略人家、剥削人家，那么世界人民就应当给中国戴上一顶社会帝国主义的帽子，就应当揭露它、反对它，并且同中国人民一道打倒它。 Mana bu shu Xitoyninki shu dunyoga o'zini qabul qildirish uchun dunyo xalqiga bergan so'zi bu. Nima deganligini Xitoychini bildiganlar anglagan bo'lishi mumkin. Men bu yerda buni tarjima qilib o'tamayman. Shuning bilan bu Deng Xiaopingning qismi devatsangizda. Ha. Yani bu dunyoga nima qildiganligini, tinchlik bilan nima qildiganligini, agar Jungoninki zo'mgarlik qilmaydi, agar zo'mgarlik qildigan bo'lsa har qanday jazoga rozi bo'ladi degandek xalqaroga bergan bir mesaj. Yani u yerda demokrasiya har jihatda Jungo tajovuzchi bir davlat emas. Başqalarning nimasiga nima qilmaydi, inson haqlariga, insoniy nimalarga hurmat qiladi, buni har qanday ahvol ostida qo'g'daydi. Agar shuni qilmagan vaqtida Jungoga nima desanglar, u bo'ladi degandek bir gap hamda-chu. Buni men qisqacha nima qilsam, ya'ni buningdan keyin bu
Amerikanın mı Xitayni yeniga tartish siyosati bo'lg'achqa keyin andan bu Xitoylar darhol madaniyat inqilobi andayliq yig'ishtirilib oxiri Mao Zedongning o'limidan keyin bular Deng Xiaoping va uning o'xshash odamlar darhol partiyaning beshiga kelib buni to'plab oxiri shu 1978 yil shu 3-cü növbetlik 11-ci umumiy yig'in deb qo'ydi-ku bular. Aşı yig'inni açdı. Açqa vaqtida dunyoga mush so'z bergandek hamda bu Jungo taraqqiy qilsa nim bo'ldi, anda oldu, manda oldu, biz inson haqlariga hurmat qilamiz, biz tajovuzchi emas, biz kengaymichi emas, biz dunyo tinchligi uchun nima qilamiz degan gaplarni degandan keyin andan bu Amerikaning boshchiligida Xitoyni Tayvanning o'rniga Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elib qabul qildi. Tayvanning o'rnini ikkinchi o'ringa tushirib Tayvanning o'rniga bir Jungo siyosati bilan bir Xitoy siyosati bilan bu Xitoyni qabul qildi. Shuning bilan bunun bilan munosabatlik hamda bu yerda Xitoylar xalqaro so'z bergandan keyin demokratiya, inson haqlari o bu degan masalalarda nima qilgandan keyin bir Xitoylar o'zini qutqizish kerak. Chunki Xitoy bir cho'kish bosqichiga kelib qolgan bu madaniyat inqilobi bek og'ir bir nimaga ziyonga uchirtayotgan-ku bularni. Yana birisi hamda bu xalqaroga integra deb qo'ydi turkchalik. Xalqaro bilan moslashmasa Xitoyninki taraqqiy qilolmaydiganligini degan. Shuning bilan andan bu siyosatiga nimasi bilan bizning o'zining ba'zi echivitilgan rayonlarni nima qilib, andan keyin bir qism siyosatlarni o'zgartib, Deng Xiaopingning bir gapi bor-ku, mushuk, qora mushuk, sochgan tutgan yaxshi mushuk degan siyosati bilan amaliy bular dunyoga moslashmasak biz yo'qolib ketadiganmiz deb shu siyosatni o'zgartdi bular. O'zgartgan vaqtida madaniyat inqilobi va uning Mao Zedongning vaqtidagi ba'zi siyosatlarni tanqid qildi. Shuning bilan andan bu bizning vatandimi bu nimada shu fursatda hamda bizning tabii bu Xitoyning umumiy vaziyatida bo'lgan o'zgarish bo'lgandiki bizning vatandimi buning foydasi bo'ldi. Shuning bilan aloqa madaniyat inqilobida pipan qilingan, huquqida elib tashlangan ba'zi odamlarni andan keyin shu vaqtida ziyonkashlik uchirgan nurg'unlagan peshqadam kadrlarni bularning xizmatini asliga keltirib, ularga hatto ba'zilarga to'lab bu bizning vatandimi andan keyin ba'zi nimalarni yaxshi bir qism o'zgarishlar bo'ldi. Shuning bilan kooperativ degan tuzumni amaldan qoldirib yerlarni huddiga berib nima qildi? Bir tarafdan andan keyin oliy maktablarda hamda asta-asta shu Uyg'ur o'quvchilarini qabul qilib nima qilish, milliy nimalarni, ba'zi idoralarni, komitetlarni qurib, uningga milliy, ya'ni Uyg'urlarni va u Sharq Turkistondagi boshqa millatlarni shunga akirib, shuning bilan bir azroq bir siyosatda bir yaxshi bir yo'lnish bo'lganligi bizning vatandagilarmi shuningdan foydalanib, andan keyin bizning ziyolilarimiz tekrar oliy maktablarga kirib, o'qituvchilar darslarni o'tab, kitoblar, maqolalar, har xil narsalar yozilib, andan keyin asta-asta uzun mezgillik bir zulmat va besimdan keyin bir bahor ko'rgandek bu Xitoyning umumiy siyosatidagi o'zgarishdan foydalanib, bizda ba'zi o'zgarishlar, taraqqiyotlar bo'lgan. Onunğa yana kirimiz miyək məqsədi hamda Xitoyninki shu istihodat nimasidan keyin azroq siyosatlar bo'shidi biz deganimizdek. Mushta qilishga maqsad tüp bir maqsad nima o'zi mushta qilishga maqsad? Birisi o'zini qutqizish, islohot elib bormasak bo'lmaydi. Gaygi kayfon deydi-ku Xitoylar. Bu cho'qim biz o'zgartishimiz kerak, bo'lmasa biz yo'qolib ketamiz, biz g'olab ketamiz deb xalqaro bilan Amerika bilan mush g'arb davlatlari bilan kelishib biz iqtisodiy jihatda echivitilgan rayonlarni nima qilib biz iqtisodni jonlantiramiz, siyosatimizni o'zgartib, ishni echivitib nima bilan dunyo davlatlari bilan moslashimiz deb shuning bilan o'zini qutqizish asosiy maqsadi, birinchi maqsadi bu. Yana birisi bu Deng Xiaopingning shu vaqtda Fuzungli va muavin zungli bo'lgan vaqtidagi degan gapi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bayon qilganini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining arxivida bor narsa bu. Ashirningki shuningga mos holda
özümü siyasetlerine ipbat esas maksidi medeniyet inqilabıda bek qalaymuqallışıp ketken yıkılay degan ahval kep qalgan devletni qutquzuş siyaseti bu asli. Bu arqılık öz aldığı bir narsa qığını bo'lmaydi. O vaqtlarda Sovet İttifaqı bilan bazı tirkishvat arasida, şoňa Amerika bilan ve garip devletleri bilan hamkorlashib, ular bilan diplomatik münasebetlerini kurup Xitayni normal bir devletke aylantırış maksidi bu idi. Rahmat. Endi yana bir savol shu mezgildagi Xitoy Markaziy Komitetining raisi Xuyabango deymishdi-ku. Xuyaban shu madaniyat zo'r inqilobidan keyin 80 yillar boshlarida Tibetni bizning Sharqiy Turkiyani bir ziyorat qilgandan keyin o'tirgan olti moddalik siyosati bor ekanda, siyosat. Bu siyosatni olti moddalik siyosatda qaysi, nima uchun bu siyosatni dastlab yo'l qo'ydi, lekin qisqa vaqt ichida bu siyosat amaldan qoldirildi. Bu qara Xuyobanga kelgichi bo'lgan arliqda bu 1980-yillardan itibaren bulapmamı şu Xitayni g'arb davlatlari, Amerika, nurg'un davlatlar bir jungo siyosati bilan bular bilan diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin Xitayni demokratiklashga zo'rladi xalqaro sistema birozcha. Zo'rlagan vaqtida hamda bular Xitay Komünist Partisi arasida ikki guruh şekillendi. Biri burunqi şu mutassib ve bikinmeçilik bulanma qo'lga keltirge ishg'ol qilgan rayonlarni chin tutish, hargizmi bularni qo'yib bermaslik, ya'ni bu mandatcha aytgan vaqtda Xitay Komünist Partisining biraz millatchi faşist qanadi var. Bir. Yani birisi bu Xoyobang, Jaoziyangga o'xshash ba'zi adamlar demokrat kanalı bular. Yani bular dedi ki biz bu hazır dünya bilan biri so'zlashdik, so'z berdik. Hem biz bu Tibet olsun, Sharqiy Turkiston olsun, başka bu Xitoy besib olgan milliy rayonlarda biz bundaq siyasetni yürgütsek bo'lmaydi. Yani ki bularning tarixi, nimisi, her jihatdan coğrafyası bizden farqlandi. Eğer biz bu meseleni hazır hal qilmasak, keyin bu bizga cho'ng bir avarchilik olib keladi. Onun için bularga biz şu avtonomiyalik kanunni chiqardi-ku Xitoy 1984-yili. Uyg'ur Avtonom rayonini 55-yili qurildi degan bilan buning qonunini 84-yili 30 yildan keyin taxmin 30 yildan keyin nima qildi, e'lon qildi. Uningdan keyin bu qonunni biz chiqardik, asas qonunning nimasida ichida. Unda bo'lganki bularga biz nima ichki ishlarga aralashib olmaymiz. Bu agar bundaq bo'lsa bu keyin milliy ziddiyatni texmi cho'qurlashtiradi. Eng yaxshisi bularni o'zini o'zi idora qiladigan bir sistem bilan nima qilishimiz kerak. Bunda besib olmasligimiz kerak. Bundaq nima qilsak keyin biz xalqarada osol holatga tushib qolamiz deb qargan demokrat Xitoy Komünist Partisining ichidagi demokrat qanot bular. Ya bularning sen degan o altı maddesi demokratikleşme, ularning öz territoriyasida o'zini o'zi boshqarishga yo'l qo'yish, u yerning taraqqiyotiga yo'l qo'yish. U bu yani u yerdagi sömürü sistemi, yani u yerni tajovuz qilib ularning bes orqali biz bu yerga borolmaymiz deganga o'xshash, ya'ni Xitoydagi Gorbachevga o'xshash odamlar desak bo'ladi. Yani Sovet İttifaqıdaki Gorbachev bağı, şununla o'xshash bu iş mangmidi? Unda olsa ular öz vaqtida biz Sovet anayasasida bular eğer vaqt siyasi öz aldığı öz baş mustaqil buldu degan kanunu Sovet İttifaqıda batı. Şuna Sovet İttifaqını qo'yib berdi. Uningdagi o davlatlar mustaqil bo'ldi. Abi xuddi bu Jaoziyang, Xuyobanga o'xshash adamlarmi parti ichida islohot elib berishni tashabbus qilgan adamlar. Lekin buning bilan hatta Xitoylardimi, Xitoy xalqidimi demokratikleşme, bu Komünist Partining diktatorligini zaten medeniyet inqilobi yetkichi tatib kelgan xalq, buning qarshi xalqmi bu Jaoziyangga o'xshash, Xuyobanga o'xshash adamlarni biraz qo'llagan. Bularmi oliy maktablardagi o'qituvchilar, professorlar, o'quvchilar bu harakatni nihoyatda aktiv qo'llagan. Shuning bilan bu Tiananmen vaqasi degan vaqa bog'i asli mushu demokrat
talab qilgan Xitoylarning shu demokrat qanotininki nimasi? Masalan, shu vaqtida shu vaqtlarda gazetlarga yozilgan bu o'quvchilar mush partiya ichidagi bunda demokratlardan foydalanib buni qilyotidi deb Deng Xiaopingga o'xshash odamlar Deng Xiaoping sirtqa qarata ishni echib etgan bilan, ammo siyosiy tuzumda shu mustabidlikni ching turgan nima bu? Xalqning puli bo'lsa bo'ldi, ammo demokratiyasi, xalqning davlat tuzumi bizga kerak emas. Hatto Xitoy demokratik davlatlar bilan Amerika bilan diplomatik munosabat o'rnatganda bir narsani o'tirib qo'ygan Deng Xiaoping nim degan? Bir davlatda ikki xil tuzum. Ama bu demokratikleşme hareketine 80-yıllardan keyin bu Xitoyda biraz güçlengen, ahiri bu Xitoydagi faşist komünistler bilan, milletçi faşist komünistler bilan demokrat komünistler arasındaki bir çatışmanın neticesiydi bu Tiananmen'deki bu Xitoydagi hamma shaharlarda, universitetlarda partlaq vergen, partılığa vaqaçı. Ama bunu ahiri Xitoy demokratik bir usulda hal qilishning o'rniga buni qonliq bir şekilde bastırıp etti. O hareketini bizim bilimiz, o vaqtda biz o'qiyotgan vaqtlarimiz universitetlarda, şu vaqtlarda hatta Tiananmen'deki o'quvchilar hareketidan burun bizning universitetdimi bizning vatandagi Sharq Turkistondagi universitet va institutlardami o'quvchilar, Uyg'ur o'quvchilar namoyish qilgan. Uni keyin savolingda deyman, bu demokratik Xitoylar ama mag'lub bo'ldi. Ama shuni aniq aytib qo'yay, bu g'arb davlatlari Xitoyning mohiyatini to'liq tushunmagan bular. Tushunmagan. Xitoy demokratik bo'lsa, qo'shiq to'ysa, taraqqiy qilsa, bularni g'arbga o'xshash demokrat bo'ladi degan qarash va bularda. Ama Xitoy uni qilmadiki. Masalan, hozirgi Xi Jinpingning siyosati shu faşist komünistlarning siyosati bu. Xitoy komünistlarida bu demokratik qanot bilan faşist qanot to'li echishdi. Hatta Xi Jinping taxtga chiqqichimi onun bo'sh ilaydamda bir muncha odamlar bordi. Bir muncha demokratiyani talab qilgan odamlar bordi. Bular orasida bu Xi Jinping orasida ichki jihatda huquq talish bo'ldi. Xitoy Xi Jinping butun vositalarni ishlatib, ularni bartaraf qilayotgandan keyin Xi Jinping 2013dan e'tiboran rasmiy shu huquqning hammani markazlashtirib, andin bu bir qushaq bir yo'l yangi ipak olib nimasini projektini e'lon qilib, andin dunyoni o'ziga qaritib, o'ziga muhtoj kambag'al davlatlarga yoki bo'lmasa shu yangi ipak yo'li qapsini bir balvoq bir yo'l deymiz-ku, shuningga agishib shu chet elga qaysi davlatga mablag' solgan bo'lsa, ularni keyiniga selib bu harakatni boshladi. Ammo bu Xitoyning bu harakati o'rtaq taraqqiy qildirish, dunyoni demokratiya bilan nima qilish emas, balki Xitoyning yangi bir kuch bo'lib, yangi bir nim bo'lib, Amerika qarshi raqobatda dunyo sistemini o'zgartirishga tirishdi bu. Hem şu vaqtda yana birinde qo'yib, mushu Xitoy Markaziy komitetida mushu demokratlar bilan kommunist faşistlar, masalan bu Ye Jianyingba, Wang Jingmo shu vaqtda muavin raismiki shu nima qat'iy qarshi turgan Wang Jing degan tam bir jallod-ku u. Shu vaqtida andan bu Xitoy demokratlari mag'lub bo'ldi. Tiananmen vaqasini qonliq bir şekilde o'zining demokratiya talab qilgan odamlarni o'ldirib etdi Xitoy. Shuning bilan Xitoyda demokratiyaga eg'ir bir zarba tushdi. Shuning bilan Xitoylarda bununla qarşı her xil hareketler bo'ldi. Falun Gong deganlar chiqdi, yana bizning bo'ldi. Ularninki bir qismi chet elga qochdi, ammo g'arb davlatlari Xitoyni haqiqiy mohiyatini tushunmagachga ularga nurg'un imkonlar berdi. Ular u Xitoy davlatini to'nidi, ularga mablag' soldi, texniklarni berdi. Andan keyin bu Xi Jinpingga o'xshash mandaq bir zihniyatlik odam chiqqandan keyin Xitoy demokratiklash u yoq tutulsin, tam bir faşistik bir nima bilan o'tirg'i chiqdi. Buni hozir hamma dunyo ko'rdi. Bu menimcha g'arbning strategiya Xitoy millatini, Xitoylarning mohiyatini bulabmi kommunist davlatning kommunistlarning mohiyatini mencha sal qarada to'liq tunib yetamay bu fursatni ashla o'zi berib qo'ydi.
Xitoygacha. Azroq savoldan chetdan chiqib qoldik. Savolning nimasi? O'sha yerga Xo'yaban o'tirib qo'ygan 6 moddalik siyosatning mazmuni nima? Nima uchun bu qisqa vaqt to'xtatib qo'yildi-chi? Azroq Demokratikleşmek, erkinleşish, axborotni erkin bo'lash, ash o'quvchilarning talab qilgani shu. Tiananmen vaqasida o'quvchilarning talab qilgani shu. Ya'ni merkeziyetçilikni nima qilish, avtonom rayonlarga to'liq huquqni berish, Xitoyda demokratik o'zgur halqi g'arb sistemasiga mos holda nima qilish, qisqacha mazmuni bu. Tiananmendagi o'quvchilarning halqi Lipingning halqi oldiga chiqib bir vakillar uningda halqi nima bor, Tayvandagi demokratchi nima, Uyg'ur deydi-ku. Örkeşlerning Xi Jinpingdan nima Lipingdan talab qilgani mushu. Şu o'quvchilarning nimasi shu mushu, ya'ni ularning Xuyobangning, Javziyanning ba'zilik biraz demokrat islohotchi, ya'ni demokratiyaga nimaga menish to'g'risida buni yaqilgan odamlarning fikri bu, ya'ni asosi bu. Ya'ni tamoman bular mustaqil bo'lsin demagan. Ama avtonomiyani tam huquqli yurgizsin, biz bularning ishiga aralashmayli. Bu kadar yıllık nima qilsak bo'lmaydi. Milliy masalalar cho'ng qurilish ketadi. Keyin bu Xitoyga avarchilik bo'ldi. Bizga bir yuk bo'ldi. Uning uchun biz oldi bilan o'zimizni taraqqiy qildirish uchun bularni bu o'zining territoriyalik nimasida o'zining milliy nimalari bilan o'zini boshqarishga biraz imkon berayli degandan iborat. Xitoylarda bo'lsa demokratikleşmek, axborotni o'zgurlik, hamma narsani kommunist partiya kontrol qilolmasin. Hozir dunyo o'zgaryapti. Shuningga biz moslashmasak bo'lmaydi. Degandek narsalar hamda ularning nima qilgani shu moddali o'rtaga qo'ygani. Rahmat. Endi bu davrdagi o'zimizga milliy uyg'unish va milliy madaniyatlarimizning qayta tirilishiga bir nazar sarf qilaylik. Xitoyning 11-navbatdagi 3-umumiy yig'inidan keyin istiholat va ichki siyosat Turkistonda ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda madaniyat inqilobida vayron qilingan milliy va diniy ma'rifatimizning sesimi asli keldi. Nurg'ulg'an yerda madrasalar, Uyg'ur madrasalar qurildi, maktablar qurilib, Uyg'urniki o'zini qayta bir o'zligini tunish bir fursatlari bo'ldi. Ammo buningga yana Xitoy hukumati uzun nima qilmay, yana bu maktab, masjidlarga qarshi yana o'zining kontrolini texnik kuchaytirdi. Hem işkirildi azırak siyaset şu mezgilde boşulap yani bizkeyin çınadı mı ya bu siyasette yani bizde mesela medreseler içilige mektepler ana tildeki tillani mektep nimelerimiz eslik kelgen. Muş mezgildeki jarayonda azırak bir to'xtalsangiz. Bu aslik kelishi şu milliy territoriyalik avtonomiya qonunini chiqargandan keyin shu Javziyan, Xo'yobanglarning vaqtida bular biraz yani nima qilgan avtonomiya qonuniga asosan o birinchi til yerlik til, shu Uyg'ur tili bo'ldi. Andan keyin ikkinchi til Xitoy tili bo'ldi. Andan keyin bizning diniy e'tiqod erkinligi siyosatini yo'l qo'ydi. Millatlar barobarligi deb milliy ishlar komitetini aslik keltirdi. Diniy ishlar idorasini qurdi. Islom institutini qurdi. Har qaysi viloyat va noilalarda shu Qur'on o'rganib, dinni o'rganadigan imkonlarni berdi. Ama bunu bergendimi ya şu dini işler idaresiga bağlap şularning kontrolligida partikomda bo'lsa birliksep siyosiy jihatdan rahbarlik qildi, uni ijro qildigan o'rin diniy ishlar idorasi, undan keyin islom jamiyatlari. Va bularni har yilda bir qatim men shu diniy ishlar idorasida ishlagan yilda bir qatim shu damollarni deymiz-ku, shu mollalarni har qaysi viloyat noiladagi to'nilgan diniy zotlarni yig'ib siyosiy kengashda yig'in ochdi. Ularga partiyaning siyosatlarini yetkazib turdi. Ya'ni mandachi aytgan vaqtda buni o'zingni nima qilsangni qilinglar deb qilmadi. Ama shu partiyaninki kontrolligida diniy ishlar idorasining nazoratida shu Xitoyning siyosatiga moslashadigan, shular belgilab bergan siyosat bilan mangadigan odamlarni bu yerda vazifaga qo'ydi. Bir muddat ham chunki Xitoyda 11-umumiy yig'indan keyin umumyuzlik bir nima boshlangandan keyin hamda tabiiy holda bizning vatandami bu biroz qisman yo'lga qo'yildi. Ama bizning vatanni boshqaradigan Xitoylar shu u vaqtlarda biz maktab
kelgan vaqtimizda, oliy maktab kelgan vaqtimizda Wang Mo ekan-ku, uzun mezgil shu tudi. Bu Wang Mo degan 50 yillardan beri Wang Jin Xitoyning varisi bu. Ya onun uchun bular buni vaqtliq ba'zi davlatning cho'ng siyosatiga moslashtiramiz deb, ammo kontrollik bir şekilde qildi. Ta bu jarayonda bizda milliy uyg'onish harakatlari bo'ldi. İnsanlar eserlerimiz, ədəbi jurnallarımız, ali məktəblərə Uyğur oxucular ko'proq qabul qilinishga başladı. İlmi jurnallar çıxdı, ədəbi jurnallar çıxdı, romanlar yazıldı. Bu arqalıq bizning şu tarixiy klassik ədəbiyyatlarımız nəşr qilindi, məktəblərdə o'qitilishga başladı. Uyğur til ədəbiyyat dərsdə Uyğur klassik ədəbiyyatı o'qitildi. Mushunda bir ahvolda biz shu foydalandik. U vaqtida shu Zo'rdin Sabir mesela izdenish degan asarni yazdi. Onu bilsen şu 1983 yıllarda bu ma'liqi yoshlarga bir nim bo'ldi. Andan keyin Ayşe Mehmet'ning O'chmas izlar, yani şu vaqtlarda nimalarninki bir yozuvchilarimizninki Abdurim O'tkirning Iz romani, Abdullah Talibning romani, yani hem romanda tarihi bizning milliy ve medeniyetimizni, tariximizni canlandırdı bular. Anandaki hem de bizninki tiyatrçılığımızı, G'arib Sanam, Robiya Saydin, Farhod Shirin hemmisi bizning şu özümüzning nesillerinde bu milliy kimligimizni nim qildigan. Mushunga o'xshash asarlar neşir qilindi, sahnelendi, filmler işletti. Hatta Tanrıtağ Kino Studiyası Uyg'urcha filmlarni ishlashga başladı. Şu vaqtlarda 80 yillarda hali yaxshi kinolar ishlendi. G'arib Sanamning kinosi ishlendi, tiyatrosi o'ynaldi, G'uncham Daramisi, Toshvoy. Yani mushundaq milliy medeniyetimizde bir canlanış oldu. Şu bizlerge bunun jiq faydası oldu. O vaqtlarda bizler şu otur mektebni tugutib oliy maktabga chiqish oldida tazi mushunda bir yaxshi bir nimadan biz foydalandik. Jurnallarni o'qidik, klassik adabiyotimizdagi, romanlarimizdagi ashlardan nima qilib bizdagi milliy ruh tekrar nima qildi. Ama bununla Xitoylar tabii keyin mushuning natijasi bilan Xitoylarning assimilyatsiya qilish siyosati, cho'ng millatchilik siyosati va sair bir qator masalalarga qarshi Uyg'urlarning yoshlar oliy maktablarda bu namoyishlarni qildi. Şu o'zimizning haliqi Sualning o'zidan ketmay, savol chiqchi demisdeki bir boshlaymiz. Endi size dediniz yana Xuyaboninki bo'liq olti modda siyosatining birisida har qaysi millatda o'ziniki tilni qo'llanish, milliy ma'rifni rivojlantirish, buning bilan deb o'tgandek Abdurim O'tkirning romanlari, Zo'rdin Sabirniki, boshqa nurg'un romanlar nashr qilindi, nurg'un qadimiy kitoblar maktablar qo'llanildi. Deshaliq Uyg'urlarniki milliy ro'yda qayta bir uyg'unish shakllandi. Mushu shakllanishning nimasida hamda yana 85-yilisi atalmış Şinjan Üniversitesi, Sharq Turkiston Üniversitesida 85-yil 13 kunjikini Urumchi oliy maktab o'qishda harakati yuz berdi. Bu o'qishda harakatniki yuz berishniki sababi tarix ahamiyati nima? 85'tikinin mi? He. Qara, 85'tikininki bu biz dedik-ku, mushu biraz kengchilik siyosati bo'lganda bizning haliqi yepilib qolgan yoki bo'lmasa madaniyat inqilobi vaqtida qat'iy cheklangan nurg'un narsalarimiz mushu 80-yillardan e'tiboran tekrar qezib chiqarilib, bunda bir milliy ruh, milliy uyg'onish harakati bo'ldi. Buningda maktablardami bizning milliy ruhni uyg'otadigan programmalar bo'ldi, konferanslar bo'ldi. Shuning bilan bu Xitoyninki bizning vatandagi bu siyosatiga qarshi, assimilyatsiya qilish siyosatiga qarshi, xitoylashtirish siyosatiga qarshi, bir qator masalalarga qarshi yoshlar şu 1985 yili 12 ayning 13 kunjikini shu atalmış Şinjanda shuda boshlandi bu. Buningda qara, qisqacha mandaq talablar o'tirib qo'yildi. Ya'ni bu o'quvchilarning asosiy nimalarni o'tirib qo'ydi, shuari nima edi degan vaqtda men qisqacha deb beray. Abdunum rayonluq 6-navbatlik xalq qurultiyining demokratik bo'lmaganligi. Ya'ni u vaqtda bir kadrlarda bir tengshash bo'ldi-chu. Bu tengshash biraz
Uyg'urlarning shu demokratikleşişi ve ularning o'zininki mustaqil milliy ruhni nima qildiganiga Xitoylar bunga biraz cheklama qo'ydigan ba'zi odamlarni ya'ni ba'zi saviyasiz Xitoyga sodiq bir qism odamlarni avtonom rayonda xalq hukumatida partikomda Xitoyning cho'ng siyosatiga assimilatsiya siyosatiga va Xitoyninki shu bizning vatandagi qari niyatiga moslashadigan odamlarni tangshidi-chu buningda. Shuning bilan buningga biz qarshi chiqamiz. Bu yer Uyg'ur avtonom rayoni, bu yer Uyg'urlarning vatani. Bu yerda biz bularni qabul qilmaymiz. Bu 6-chi navbatlik nimaning xalq qurultiyining qarorlari ni biz qabul qilmaymiz degan birisi bu qaror. Ikkinchisi nima desang, shu Sharq Turkiston tavasida yadro siniqi atom bombasi elib berishga biz qarshi. Bu bizning muhitimizni kirlitidi. Biz bunga qarshi, buni to'xtatsin degan. Ikkinchi talabi bu 85'tikininki. Onundan keyin ichkirdagi Xitoy oqqullarninki Sharq Turkistonga kelib yerlashishiga va ularning bu yerda ba'zi imtiyozlarga erishishiga biz qarshi. Biz bu yersi bizning vatanimiz. Bu yerda Xitoy oqqullarini bunda akilib, bunda yerlashtirishga biz qarshi degan bu yana bir shuari. Yana birisi mandaqiliqi Sharq Turkistonliklar, Sharq Turkiston ya'ni Uyg'ur avtonom rayoni deydi ular. Bu yer bizning vatanimiz. Endi u yerda Sharq Turkiston deyilmaydi u vaqtda. Endi bu yer bizning vatanimiz. Shunga bizning bu yerda nupus tizginlashga biz qarshi, planliq tug'ut siyosatini biz qarshi, buni to'xtatsin, uni amaldan qoldirsin degan talab. Endi yana birisi bu talablarning birisi Xitoydan qari jinoyatchilarni, qotillarni shu vatanga akilib, bu yerga o'rinlashtirib, bizning bu yerda nimamizga yerlashtiryotdi. Bizning axloqimiz, ijtimoiy nimamizga bular foydasiz. Bundaq qotil, bundaq jinoyatchilarni Sharq Turkistonga kelib yerlashtirishga biz qat'iy qarshi turmaymiz degan siyosatning birisi nima? Shuarning birisi bu. Anandan keyin yana birisi hamda bu Xitoylar zaten o'zing bilsa Manjular vaqtidan tortib shu jinoyatchilarni akilib o'rinlashtirgan, hatto ba'zilariga ba'zi yerda huquqni bergan, anan keyin ba'zi Xitoylarni 1 yil, 2 yil askarlikda tarbiyalab, ularni askarlikda almashtirdik deb muhim idoralarga kelib qo'yibdi-chu. Buningga xalqimiz norozi bo'lgan. Yana birisi hamda bu avtonomiya qonunini chiqardik deb qo'yib, buningga amaliyotda amal qilmayapsizlar. Haqiqiy avtonomiya haqqimizni biz talab qilamiz degandek mushundaq nimalar bu? Bu 85-yili 12-oyning 12-kuni bizningki universitetdagi Uyg'ur yoshlarining talab qilgan narsasi mushu. Siz shu yerda universitet mezgilingizmi ya? Ha, biz yangi chiqqan, biz tayyorlik fakultetida o'qiyotgan vaqtimizda. Sizmi bormi ya namoyishlarda? Çünkü biz yeni çıktık. Çoğunlar qıptiken çoğun sınıfның balları. Ama biz anlagan yani şu vaqtlarda biz Xitaylar yukobu deb qo'ydi. Bir yil maxsus Xitoy yigiti tutuyor bizga. Anandan keyin bölümgü başlaydık. Biz şu çoğunlarga nima qilgan? Yani ular talablarini anlagan, bizni kichik deb chaqirmaganmi, ammo rahbarlik qilganlar shu cho'ng sinfning bolalari edi. Ammo bu talablarga qarasang, hamda hammasi o'rinliq talablar, haqiqatan bir vatanparvarlarningki talabida bu. Keyin shu nimani, keyin buni darhol nima qilib ularning nimasini o'zgartirish kerak, o'qili ko'kili deb besim qildi. Bularni siyosiy o'rganishlarda, yana bir nimalar deb. Ammo keyin Uyg'urlardagi milliy uyg'onishni tabii to'sab qololmadi. Bu yoshlardagi Uyg'ur yoshlaridagi uyg'onish harakatining mana shu 85-yildagi shu o'quvchilar harakati shu boshlangan desak bo'ldi. Chunki bizning shu yozarlarimiz, shoirlarimiz, shu tadqiqotchilarimiz, o'qituvchilarimiz, vatansuyar olimlarimiz
bizning qanday bir millat ekanligimizni, bizga tariximizni, adabiyotimizni tunutganda bular. Shuning natijasida biz u yoshlar endi vatanga ega chiqimizda mush talablar bilan o'tirib chiqqan keyin bizning shu vaqt anglishimizda mushu harakatga yetakchilik qilgan o'quvchilarninki yetakchilik qilgan balani tuyuqsiz o'lab ketibdi deb anglagandik. Ya'ni muhtemelen o'ltirib etdi-da. Endi siz bir tarixchi bilan suhbatingiz bilan endi hozir shu o'qish tarixi 40 yil bo'libdi mana. Hozir nimada kuzatgan vaqtida o'sha Urumchidagi oliy maktab o'quvchilariniki demokratik shu harakati Xitoy hukumati qo'ygan o'ltirib talab nimalari shu mezgillardagi Xitoyda 89-yil bo'ldi o'quvchilar harakati. Ya'ni Xitoy o'quvchilar harakati 3 yil burun bo'ldi degan gapda bizning vatanda, ham ular O'rta Osiyolimi Rossiya ishg'oliyati ostida demisida. Bu shunda bo'lgan bizim shu Rus ham Xitoy ishg'oliyati ostida tunji qatim Urumchida bo'lgan birdan-bir namoyish mana shu harkamda qarshi harakati o'quvchilar. Ha bu aloqa demokratik usulda o'zining haq huquqlarini talab qilgan bir namoyish. Onundan burun Xitoylar besib kirgandan keyin Sharq Turkiston Ozodlik partiyasi, Sharq Turkiston partiyasiga o'xshash tashkilotlar qurilib ekan. Vatanning har qaysi taraflarida bularning sho'balari ochilib ekan. Lekin bu oxiri Xitoylar buni bostirib o'tgan gap. Buning sababi nima desang, xalq bu harakatga ega chiqmagan. Hatto shpil qilib Paloniyada bormanda Sharq Turkistonchi va u bu deb bir-birini tutib bergan ahvollar. Ammo mavi harakat shu yoshlarninki tunji qatim 85-yili qilgan. Bu faqat bizning o universitetlar bo'lmadi. Shu bizning u vaqtda 7 cho'ng nimbati pedagog universiteti, anandan keyin iqtisod instituti, anandan keyin moliya instituti, anandan keyin 1-avgust yazgilik instituti, san'at Gongshoyan deydi-ku, o aniki Yishoyan degani tibbiy institut. Hammamiz 7 cho'ng oliy maktab bor shu vaqtda. Urumchidagi eng cho'ng oldin ko'rinib turadigan maktablar shu-da. Shuningdagi Uyg'ur o'quvchilar nima qilgan? Hammasi qatnashgan buning. Undan keyin buningdan xabar topgan G'oljidagi, boshqa Oqsuvdagi, Qashqardagi, Xotandagi universitetlardami undan keyin shu 12-ayning 12-sidan keyin 18, 19, shu 12-ayning oxirigacha u yerdami yoshlar bunday harakatga qilgan. Shu norozilik harakat qilib, shu Urumchidagi o'quvchilarninki izidan mengib, ularmi shu namoyishlarni qilgan. Rahmat. Ana bu yerda yana bir muhim nuqta qolib qopti, Bingtuan masalasi hamda Bingtuanniki asli kelishi. Bu Bingtuanni madaniyat inqilobida nihoyat qilaymaqonchilik qolib ketdi-ku, ham Xitoydami bizning Sharq Turk o'xshash 1975 amalda qoldirdi ekan bu. 76-dami qo'yilgan, ha. 76 mi yani amalda qoldirgan. 75 yani shu atrofda chiqib qolib ketib ekan. Endi keyinsa 1981-dan keyin buni yana Wang Jin qattiq kuch talab qilish bilan hamda bu Sharq Turkistondagi milliy Uyg'ur harakatini bostirish uchun biz qurolli bo'lmasa bo'lmaydi degandek shu nimani qayta asli keltirgan degan boshqa nimalar bor hamda bunisi qanday qaraysiz? O asli qara ishg'ol qilgan tuproqlarni boshqarish uchun askariy jihatdan qamal qilish uchun qurilgan bir narsa u Bingtuan qurilish ishlab chiqarish Bingtuani. O'z vaqtida Xitoylar besib kirgandan keyin bular asli o'z vaqtida Yaponlar Xitoyni besib kirganda Yaponiya shunga o'xshash bir narsani qurib ekan-ku Xitoyda. Bundan doğru bularmi bizning vatanda buni qurgan. Asası shu mo'yim toza obda suvliq yerlarni, yaxshi yerlarni yer islohot etib boramiz, yana biznimiz qildib xalqning nimasini tortib olgan yaxshi yerlarni bularga berib shu Bingtuanni shu bizning diqqat qilsang buning Nongshi, Gongshi deydigan nimalari bor, devziyalari. San'at va dezigilik va bir tarmoqlari bor bularning. Ve asasen şu bizning vatanninki 16 cho'ng viloyatining atrofida hammasida degidek bor bular. Shu bular asasen ular odatdagi vaqtda dehqonchilik bilan nima bilan shug'ullandi. Amaliyotda bular
aynı zamanda qurolliq qism bu. Vaqti kelganda bularni buyruq bilan askarlarga yordam qildigan qo'shin. Hem bu yerda bularni iqtisodiy nimasini yaxshilash uchun bularga oid keng siyosatni qilgan. Ya'ni bu mandacha aytganda Abdunum rayon qurilgan bilan Abdunum rayonning ichidagi bir mustaqil bir nimiti bu. Bu yoqda shu Xitoy hukumatiga qaraydigan shu markaziy qaraydigan. Yerlikka Keyin chiqqanda buni bir mezgil keyin amaldan qoldirib o'tgan. Shu Sayfiddinning vaqtida buni amaldan qoldirib Abdunum rayonga Abdunum rayonlik hukumatga bo'ysunishiga bergan. Ammo keyin tekrar buni yana ayirib chiqib nima qildi? Mandachi aytgan vaqtda Abdunum rayonlik hukumat bu Bingtuanni bevosita boshqarolmaydi hozirmi. lekin Yani bu mustamlikchilarning shu yerdagi xalqni her zaman kontrol qilib turish uchun ham u yerning iqtisodiy jihatdan foydalandi bular. Masalan, sen diqqat qildingmiki, shu xalqaro shirkatlarga, xalqaro cho'ng tijorat markalarga shu Bingtuandan ishlab chiqargan narsalarni olib setyapmamdi. Bular asosan shu hokimiyatninki ham qurolliq kuchining bir qismi hamda iqtisodiy bazasi desak bo'ldi bularni. Bütün nimeler şu aşılağa keng hukuk berip etilgen. Bu bizning vatanda Abdunum rayoni degan bilan Abdunum rayonni bir quruq jihaz aylantirib qo'ygandek ishda u. Abdunum rayonining boshliqlari bularni boshqarolmaydi. Sayfiddin vaqtda bir mezgil amaldan qoldirgan, keyin yana asliga keltirib oldi. Sayfiddin mezgilde evvelden kalgan Sayfiddin şu hem Abdunum rayonuna atalmış hem şu nimeniki nima aşı Bingtuanninki shu qurilish ishlab chiqarish nimasi oshnangmi nimasi go ikkili yani huquqi botgan nimada Batte o tutib turgan to'g'ri. uni shu Keyin uni tamomila Xitoylar nima qildi? Sayfiddin Mavzudin o'lgandan keyin u Mavzudin bilan munosabati yaxshi ekan uninki. Mavzudin uni har qanday vaqtda shu madaniyat inqilobidan har qanday vaqt qo'g'dab qolibdi ekan uni. Ammo Mavzudin o'lgandan keyin Deng Xiaoping uningga o'chgan. Uning Deng Xiaoping uni yaxshi ko'rmaydi ekan. Shu Deng Xiaoping nima qilganiga uni huquqidan elib etgan gap. Wang Yimoni oldiga chiqargan gap. Wang Yimoni partkom sekretari qilib, keyin Ismoil Ahmednak keldi, keyin Temur davom etmak keldi. Shuning bilan Sayfiddinni nimaga Beijingga olib ketdi. U yerga berib andin u oyliq Sutuq Buğraxon degan romanni, umr manzillari degan tarixiy estimalarini, bir muncha Aman Nisoxon degan romanni yozib, keyin bu odam hatto nima Qondaq chiqqan paqa degan bir nimasi bor uniki. Aşağı verip sakalga tükürüp o'tlagan hamda. O Beijing hamda asosan ayadi ishi vazifasi tükkenlarni shu kontrol qilish uchun nima ularga bir vazifa berib qo'ydi. Amaliyotda ular aşağıda hamda nazarband ostida turadiganlar. Odası bu mezgilde hem de yana bir savol. Mushu Madaniyat zo'r inqilobidan keyingi yana Xitoyniki xiyobonni o'tirib qo'yish siyosatidan ta'sir Sharqi Turkistondagi milliy uyg'unish harakatlarining jo'shirib rivojlanishniki oxirida yana 89-yilisi oxirida nimada bor inqilob bo'ldi. 90-yilisi 4-ayning 5-kuni Barin qurolliq inqilobi bo'ldi. Bu bizning yaqin zaman tariximizda bir davr bo'lgich bir inqilob. Hem bu inqilob yuz berishining oldida Sovet ittifoqimi parçalandı. Parçalanıp 16 respublikaga nim bo'ldi degandek bir to'qay ishlar yuz berdi. Ondan sonra Barin inqilobiniki portlashniki tarixiy orq ko'rinishi, buniki qandaq Uyg'ur milliy Xitoy qarshi harakatiga Barin inqilobiga siz bir tarix sifatida qandaq baholayverasiz? Qara, Baringa o'tishdan avval sen yana bir narsani unutib qolding menga avatgan savollarda. 2 qatimliq o'quvchilar harakati bor. Ya 1988-yildagi tazi biz shu vaqtida universitetning 3-yilida o'qiyotgan vaqtimizda. O vaqtida men shu tarix fakultetida o'quvchilar uyushmasi edim. Hali aktiv faoliyat qilib nima qilgan to'q biz shu vaqtida men bir xotir qoldirib qo'yapti ekanman qara.
Hı hı hı. Şu vaqtida şunu sana qisqacha va bel tarix bo'lib qolsin, Hoş. qarindoshlarımizga mishad o'qib beray, bu rasmiy tarixiy belge mavi. Hı. Bak, mana shu vaqtida mening qoldirib qo'ygan tarix xotiramkan mavi. Hı. 40 yıl Mush oldu. Ha. He, 88-yildagi mushu haqiqa bu to'g'rida chet ellarda har xil gaplar bo'layotidi. Ba'zi narsalar biroz mujmallik bor bu yerda. Chunki biz shu vaqtni yashagan, shu vaqtdagi nimani ichida bo'lganligi bu zodi qandaqdi bu 88-yildagi harakat bilan o'quvchilar harakati bilan 85-yildagi harakatning orasida bir mohiyat jihati farq bormidi, yo'qmidi? Yoki 85-yildagi o'quvchilar harakatiningki davomimidi bu degan bir savol bor hamda. Hı. Men shu vaqtning shohidi bo'lash supatim bilan shu vaqtdagi mushu har ikki harakatda men shu universitetda birinchisida kichik to'xta biz hamda bizni kelib bir 3 oy bo'lmagan vaqtda Urumchini bilmaymiz tuzuk. Hı. Ama 88-yilda biz asosiy nima shuni men qisqacha bir nima qilay, bu mandaq bo'ldi qara. Sen mohiyatini xalqimiz o'zi selishtirib olsin. Hı. Yani arasida nima farq bor ekan? Men bayam sana 85'deki o'quvchilar harakatining asos shuarini deb berdim. Bu hamma xalqimizning orzu qilgan bir narsa. Ya'ni shu vaqtdagi bu harakat, yoshlarning harakati milliy irodaga tamsil qilingan bir harakat. Chunki millatmi shuni talab qildi. Hı. Uni o'qib berdim-ku men. Hı. Qara, bu tarixda deb bir mavzu qo'yaptim buningga. 1988-yili 5-oyning 12-kuni atalmış Şinjan Daşö'nün fizik fakülteti 3. qavatning o'birnisida Uyg'urlarga haqorat qilgan bir shuar, ya'ni bir aksiyatchil shuar deb yozib ekanman. O vaqtda Uyg'urlarga haqorat qilgan bir aksiyatchil shuar bayqalgan. Ondan keyin Şinjan Daşö'dagi milliy o'quvchilar, ya'ni Uyg'ur o'quvchilar bu xildagi harakat shuarga qat'iy norozilik bildirib, maktab partikomiga bu enzini qattiq bir taraf qilib berishni talab qilgan. Ya'ni maktab rahbarlari bilan ko'rishib, buni zodi kim yozgan bo'lsa, bu haqoratni bizga kim qilgan bo'lsa, deb jazolab bersinlar deb nim qilgan. Lekin maktab partikomi va avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati bu enzini bir oygacha hal qilmagan. Yani o'quvchilar buni zodi kim yozdi, buni tep biringlar desa, bir oygacha bunga to'liq javob bermay tug'an, bir oy o'tib ketgan. Shuning bilan o'quvchilar bu aksiyatchilik shuarga norozilik bildirib, bu Uyg'urlarni haqorat qilgan bu shuarga norozilik bildirib, 6-oyning 14-kuni tush soat 12dan 30 minut o'tganda maktab ma'muriy binosining oldiga kelib, maktab rahbarlaridan bu enzini chim tutishni talab qilgan, javobgarlarni tep berishni talab qilgan. Maktab rahbarlarimi buni qat'iy pash qilib chiqishga tirishadiganligi haqida pozitsiya bildirgan. Shu qatimliq yig'ilishda o'quvchilar 6-oyning 15-kuni tush soat 1da fizik fakülteti oldiga yig'ildiganligini aytib, maktab rahbarlarining bu arziga qarta pozitsiyasini barliq milliy o'quvchilarga bildirishni talab qilgan. 6-oyning 15-kuni avtonom rayonlik partikom va munosabatlik tarmoqlarning mas'ullari bilan maktab rahbarlari bu 1:30 atrofida, soat 1:30 atrofida fizik fakülteti binosining oldiga kelib, kam milliy saboqdoshlar, ya'ni uni talab qilgan Uyg'ur saboqdoshlarga heliqi shuarning xarakterini bekitib, buni cho'qim aniqlab chiqadiganligini degan, va'da bergan. Hamda saboqdoshlarga ko'chaga chiqib namoyish qilmaslikni chekilgan. Avtonom rayonlik partikomning muavin sekretari Janobil naq maydonga kelib so'z qilib, saboqdoshlarning tarqilib ketishini aytgan. O sözüde bizmi bu meseleге nayeti ciddi qaravatimiz. Avtonom rayonlik partikomda meni bu ishni hal qilishga mas'ul qildi. Shunga sizlar masala hal bo'lguncha namoyish qilib jamiyat tartibini buzmanglar. Men sizlarga bu fikrni yetkizdim. Sizlar namoyish qilamsizlar, qilmamsizlar, artıq o'zinglarning ishi degan bir gapni qilgan.
Akıdın mektebimizning müdiri Hakim Jabbor savaqdaşlarga boldi qilinglar, tarqilib ketinglar degan mazmunda bir so'z qilgan. Lekin savaqdaşlar arasida bu anza yuz bergini bir aydan oshdi. Bir oygacha buni texcha hal qilmasa qandoq bo'lg'ini, asli bular bu anzini elziga sal qaravatidu degan ko'z qarashda bo'lgan ba'zi savaqdaşlar o'quvchilar. Shuning bilan 300 dan ortiq bir o'quvchi, 300 dan ortiq o'quvchi mandaq talablarni qo'ygan. Men sana bayam birinchi o'quvchilar harakatidagi shuarlarni deb berdim, ma'ni angla hamda. Bular nimalarni talab qilgan? Bir, millatlar barobarlikni qo'g'dayli. İkincisi şuarlarda muşlar bağımdaş to'la o'qishlar to'lg'an şuarlarda. İkincisi milliy kamsitishga qarshi turayli. Üçüncüsü yo'qolsin cho'ng millatchilik. To'rtinchisi millatimiz azaldan qul bo'lgan emas. Onundan keyin beshinchisi yashsin demokratiya degan şuar. Bu eliqi buningdan keyin bular mush shuarni to'lab eliqi xat yozilgan eliqi o birning nimasindagi bir taxtadek bir narsani elib ko'tarib chiqib buni ko'chaga chiqqan bular. U nima bor onda yozilgan taxt? Uyg'urlarning işte o'g'illarni qul qilamiz, xotinlarni biz nima qilamiz, o jariya qilamiz, o bu degan Uyg'urlar siz buraydi qo'yib buraydi el haqorat ham Uyg'urlarning eliqi g'ururiga tegadigan gaplarda hamda. Degandan keyin tabii Uyg'urlar bununla hamda men hozir mani bir deb bo'lay, mening qarishim deb birma. Shuning bilan endi bular ko'chaga chiqib namoyishga boshlagan. Bu yuqoridagi shuarlarni to'lg'an. Bular Şinjan Universitetidan mesela shuarni to'lab kech soat 7dan 15 o'tganda fizik fakulteti binosi oldiga kelgan. Bular ashuna va biraqur cho'gilab shaharni kelgan. U universitetdan chiqib ketgandan keyin boshqa jamiyatdagilarni aralashib ularni cho'ng shuarlarni to'lab bu hareket cho'ng o'yib ketgan. Ki oxiri bular to'lab bu yerga yenib kelgandan keyin maktabga qaytib ketgan. Savaqdaşlarning bu qatimqi namoyishi keng jamoatchilikda kuchli ta'sir paydo qilgan. Bu Uyg'urlar bu o'quvchilarning bu norozilik harakati 6-oyning 15-kuni Şinjan Pedagog Universitetining milliy Uyg'ur o'quvchilar, ya'ni Uyg'urlarni milliy deydi-ku bular Uyg'ur qozoqlarni. Milliy o'quvchilar dars tashlab namoyish qilgan ularmi? Ular yo'qolsin cho'ng millatchilik degan xat yozilgan bayroqni ko'tarib yo'l bo'yi milliy kamsitishga norozilik bildiradigan shuarlarni to'lab soat 10lar atrofida Şinjan dashu darvozasi oldiga kelgan. Ular bu yerga kelgandan keyin avtonom rayonlik partikomining mas'ullari bilan maktab partikomining munosabatli rahbarlari 6-oyning 15-kundagi namoyishning asosli tashkilotchilariga tarbiyaviy xizmatni ishlab, ular bilan birlikda Pedagog universitetining o'quvchilarini qaytirib etgan. Ya'ni bir kun burun namoyish chiqqanlarni tashkillagan nima qilib shular bilan birlashib ashlardan foydalanib bo'ldi hamdi deb Pedagog universitetidagi o'quvchilarning oldiga shularni chiqib bularni qaytirib etgan. Siz shu yozmangizda shu o'quvchilarningki shu vaqtdagi harakatdagi rahbarlarning ismlari ismlarini demayman, onun shohidlari bor, biladi. Yama chet eldagi. Ya chet eldikini demayman, ma'lum u. Qara, men angla 15-islar manda bir harakatni bu da shu yerda qiladi. 16-islar Pedagog universiteti spanda shu deydi-ku. Ular kelganda voy anda biz nim bo'ldik deb ular bilan bak shu partikomning munosabatli rahbarlari, maktab partikomining rahbarlari bilan 6-oyning 15-kuni ular Pedagog universitetidan kelganlarga xizmat ishlab ularni qaytirib yutdi. Bu yerda bir çelişki var. 6-oyning 16-kuni xalq hukumati jiddiy yig'in ichib bu qatimqi o'quvchilar harakatining xarakterini bekitib chiqadi. Bu masalaga qarata avtonom rayonlik partikom va xalq hukumati shundaqla Şinjan'da şu partikomi qara
nima qilgan desam, ikki cho'ng oliy maktabda namoyish qilgan o'quvchilarning ko'z qarashi o'xshamdi yo'q. Peki bir kun burun Şinjan Daşo'nun o'quvchilari manda deb chiqdi. Ertesi Pedagogika universitetining o'quvchilari kelganda, o Şinjan Daşo'da o'quvchilarni tashkillagan o'quvchilar harakatining liderlari ularni qayil qilib qaytib ketinglar deb ularni qaytirib etdi. Amma yerda zade bu ikkisininki farqi bormi yo'qmi? Pedagogika universiteti bilan Şinjan Daşo o'quvchilarining bu yerdagi maqsadi birmi emasmi degan masalani bular muzokara qilgan gap. Onundan keyin bu maktab mesela bunu o'xshamdi yo'q. Heliqi aksiyatchil shuarning, ya'ni Uyg'urlarni haqorat qilgan shuarning o'tirg'i chiqishi tuvandagi vaziyatga zodi qandoq ta'sir ko'rsatgan. Ya'ni bu shuar nimishqa durduq yerde chiqdi. Yani bikadan bikaga tazi Uyg'urlarga milliy uyg'onish, milliy aqartish tazi nima qilayotganda, tazi bizmi shu vaqtida bizning fakultetda biz Jipek yo'lidagi mo'jizalar degan bir jurnalni, ya'niki meningki bash nimamda bu o'quvchilar chiqargan bir jurnalimiz vardı. Tangritog' o'g'lonlari, farzandlari degan, Tangritog' farzandlari degan. Taz biz shunday yaxshi maqolalarni tanlab, milliy ruh, milliy ong, milliy tarixni tarix fakulteti o'qidiki, biz taz jurnalni taqtayl deb tursak, fakultetdan qaror oldi. Taqatmaysizlar. Qat'iy yig'ishtiruvchisizlar deb bütün milliy o'quvchilarning milliy ruhni nima qildigan hamma harakatni turg'izib qo'ydi. Bir aqlam turg'izib qo'ydi. Shuning bilan haftada bizga 4 soat siyosiy o'rganish darsi o'rinlashtirdi. Majburiy. Heliqinda leksiya so'zlatiga ishni to'xtatdi. Ya'ni bu yerda bir savol ishorati bor. Bu hareketning xarakteri nima uchun oxiri mundaq bo'ldi? Nima uchun Uyg'ur yoshlarida bo'layotgan mushu o'zgarishga, mushu milliy ruhga mushuni bahona qilib turib, hammasini cheklab etdi. Ba'zi muallimlarni maktabda dars berishdan to'xtatib qo'ydi. Haliqindaq mashhur odamlarimizni akilib so'zlatishdan to'xtatib qo'ydi. Mushunda biz yoshlar chiqarayotgan jurnallarni to'xtatib qo'ydi. U yetmagandek haftada 2 soat Jinji Shinshi, yani siyaset ve vaziyette bizni maxsus Komünist Partiyaning tashviqotini majbur o'rgatdi bizga. Buning natijasi bu bo'ldi. Bir nechisini maktabdan qo'g'ilgan bo'ldi, ammo shu qo'g'ilganlarning ba'zisi chetga ketdi. Keyin uni o'zinglar bilsizlar. Ya'ni shuning bilan bu yerda bu bir savol qo'yib ekanman. Bu yerda zodi nima qo'lga keltirildi? Bizga buning foydasi nima bo'ldi? Bu masalada har qaysi darajalik hukumatlar andan keyin har xil nimalarni so'zlagan yoki namoyish qilib o'quvchi, masalan bu yerda buning mas'ul zodi kim nima maqsad bilan chiqadi? O'birnidagi u haqoratni kim qildi? Nima maqsad bilan qildi? Uyg'urlar bunga qarshi chiqdi, ammo natijasi nima bo'ldi? Natijasi bütün milliy faoliyatlarni, milliy jurnallarni, milliy uyg'onish harakatimizni pokqidilan bostirib qo'ydi. Anandan keyin shu vaqtida endi men shunda bir savol qo'yib ekanman. Bu masalaga tarix javob bersin deb to'xtatib qo'yaptim men bu xotiramni. Shuning bilan keyin endi ma tarixga o'tib qoladi deb deyapman. Keyin endi bu yozda bularning mushu hammasini ta'tilda tuyuqsiz chaqirib akilib masala topshirsalar debdi. Shu o'quvchilarni namoyish tashkillagan, anandan keyin bularni nima qilgan odamlarni masala topshirsalar deb shu qara partkomning damda qarori bilan bularni shu Dashoga yig'ib universitetga bularni nima qilganda shu vaqtida shuning qatnashgan bir bizningki bir yaqin o'tadigan bir shu ittifoq komitetida Nurbekrining qo'lida ishlaydigan, chunki biz o'quvchilar harakatining nimalari tarix fakultetining mas'uli men bo'lgandiki, ular bilan biroz munosabatimiz bor hamda. Shuning bilan andan shu yaqin o'tadigan ismini bilmayman, bir odam dediki, biz yerni g'it qilsam bundaq qilg'ichadi. Nim bo'ldi dedim men.
Yakın ötütükçe gıt kısılmam dunda adam dedi. Nim boldu desem aşı her kaysi yerlerden çakırıp kelgende bers de birbirini paş kıldı dedi. Şunun bilen nurga okuwçylar, biguna okuwçylar küyüp ketdi. Ularga jaza berildi. Bäzilerinin garçykit koyup ularning istiqbalyga oturap koydu. Şunun bilen biz şunda açığımız geldi. Qara, muş işni başlagan nimelerning asli maqsadının nime ekenligini biz mi bilenmedik? O qıygandyki mana men qildim. Ya nime jaza bersaň bermemse dememdi o. Bir-birinin jipidan jıgnısıgacha kim qaçan nime degen hemmini de paş kılıp tuttu da hemmisi bir-birini. Şunun ula bergen ifade qarab nurgun balla tutulup gitipdi. Nurgun balla qoğulunup gitipdi. Bu ne? Mana aş jığınga katnaşkan Nur Bekir'nin kolda bizning fakultetning bir siyasi zidoyan dep qo'ydi Xitoylar. Aşı degende. Mushunda boldi dep. Endi qag'inni xulasini şularning birsi hazır chet elde bu hareketinin nimesini kahramanı boğalan ba onu ben bu yer isim demeyime bülgelle bilişim mümkün ama şu vakti da muşu gapni degen ve mana hazır mı halkımız şu vaqtlarda bazı hata nimelerinin adamlarının keyine geçirip aşağıda bir ziyan uçurgan halkımız var chet elde mi çıkmaz sokaklarda boynuğa şilik ötküzülüp hani çögültüp jürüydü. Ama bu işlerini tarih keyin çokum aniqlaydı o. Şu men şu zamanның bir şahidi bulaş süpütüm bilen ma hatırımni kaldırdım. Çünkü bizge bu cık ziyan berip etdi. Bütün faaliyetlerimiz to'xtadi. Nurgun istiqbali va yaşlarımız yaxshi yerga taqsim qilinmadi. Maktabdan qo'g'langanli bo'ldi. İş qilib bir yerde biz ziyan tattık. Eliqında milli akartiş hareketlerimiz bıraklam çeklendi. Siyasi derslerine bolışığı ötep milletinin vatanperver onlarının hemmisini asasen üniversitelerde bastırıp koydu. Şununki 90. yıllardan keyinki balla şu atalmış şuncan üniversitede oğuğalı yaxşı bilidi. Ularning ma'arif müfredat yani ders programlarda nimelerni okuttu aşılabdan bilidi. Ama şu 80. yıllardan 85 90. yıllargacha o'quvchilarimiz haqiqatan de isil, faziletlik, vatanperver, ut yürek aşında ballarımız vardı. Ama bu ballarımızı birileri şunda bir yerga yeteklep ahir nim boldu? O Xitoylarda bir gap bor, suvni leytib biliq tutush deydigan. Demek ki aş hareketlerini bastırış için bahane izlegen bolsa, bunu bir adamlarning hissiyotiga dokundigan heliqinda u bir neydiki bir hakaretini kötürep çıkıp lan bu hareketini bir başlattı mı ahirede ki bir kalteklide emmemiz ne heliqi siyasi yetekçinin degen gibi bana şu vaqt eniqlam degen yakın tok onun bilen bize birini gıtkısı olmam da qaramışın da oldu. Yaxşımı sizler o vaqtda o guylar ergeşmep dikensizde bizmi nim qilgan biz demokratik hareketni bizmi talab qilgan bizmi milliy kamsitishga bizmi qarshi turgan ama buni mushada bir o'yin borligini sezib qolgan. Çünkü bunu kim degan desang bir kuni fakultetninki bir yaxshi bir millatparvar bir o'qituvchimiz bor Uyg'ur. Varis dedi ballarni bir yig'sang bir gap bor bir paranlaşmasak olmadı dedi. Şunu bilen yığıldık bir kısım balla. Yığılıp kıysak bu ahvalını eğitti bizge. Müşunda bir canlanıp atkan bir milli oğunuş var. Bunu bastırışının bir çaresini kılıvadı da müşahede bir oyun var. Aman sizler bu oyunu kemmenla dikkat kılınla da bizni agalandırgan. Şunun bilen biz onun kirmegen de. Şunun bilen o kirmegenle şunun artık ben dedim bu biz şunda ilmi jurnallarını çıkarıp makalalarını yazıp acayip işlerini kılıvatkan tok. Şu hareketin keyin hemme narsa yok oldu. Suğuçulaştı. Hem bunu neticesine tarih çıkırdı. Halkımız çıkırıvasın. Yana şu 80. yıllarda epir atkan milli uyg'unish hareketi ta yuqori pallaga chiqqan vaqtida şu 80'si 5. 6. ayning 15'ige bo'lgan namoyish bütün narsani yo'q qilib etdi. Şunu bile yok kılıp etti. Ben bak hatıram dedim o tarih bağ bəsun dep koyup diken meme. Hani diken heliqi
Nurbekir'nin kol astı deydi, bizden tarih fakulteti qaraydı. O vaxtda Nurbekir şu ittifak komitetinin sekreteriydi o. Bizni Mektup. yığınga şu çakırdı, bizni fakultetlarning o'quvchilar vakillerini chaqirib yig'in qilib, nimalarni qilib turdi. Biz şu vaqtlar men bilan o'qiydiganlar bildi. Mening maqsadim Uyg'urlarni ziyonga uchratmaslik, Uyg'urlarningki sap shu Xitoylarga alaydi nimalarni qilib birdi. Biz Uyg'urlarning bolalari ya har qichib yurgan, ya tala nima kayf sapa bilan yurgan, bunda qilmayli. Matan bizning millatning bizga ehtiyoji bor deb biz mundaq amaliy xizmatlarni qilib yurganlardik biz. Ama müəllimlər bizni yığıb degəndə bu yerdə bir suiqasd var. Bunun aqısında bir oyun var. Bu oyundan keyin nurgun adamlar jazolanıb ketidi. Diqqət qılınlar da bizni ağalandırğandı. Ama neticesi aynı mayın bayam degəndək oldu. Anandaki en ağır tərəfə qara. Aşı siyasi yetekçi bana bunu dedi. Aşı hemmisini yığıb dikə. Yığıb ifade verirse, üzerinde tekşüreyse degende aşı degen, aşı bir-birini ayrım sorak kıl degende bulanı. Şunun ulan hemmisi bir-birini çekip palanı manda vakti manda degen, pustanı manda degen, akıllı, kökülü ismi nime? Kas fakultutta. Hemmisini yazılıp hemmisini cezalagan gap. Sençi bu muvaffakiyet mi? Jallanıvatkan, örkeşlevatkan 85 yıldaki milli ruhunun taz uçuğa çıkkan vaxtıydı bizning jurnallarımız, taz milli maqalalarni yazıp, men mesela tarix fakultetida zihin sınaş musabaqasını başlatqandım. Keyin onu o vaxtda İbrahim Xaliq Sho'jan oldu, keyin maktab müdiri oldu. Meni chaqirib bir kuni, voy bu bek yaxshi ta'sir bo'libdi Uyg'urlar orasida. Mushuni fakultetlarga yayayli, sen tajribangni nima qilib deb biz fakultetlar ara zihin sınaş musabaqası o'tkazdik. U yerda sap Uyg'urlarning tarixiydi, sap Uyg'urlarning madaniyati, amaliy xizmat bu-da. Ama hammasini cheklab etdik keyin. Rahmat, bu nihoyat bir yaxshi bir narsalarni ichib berdingiz hamda lekin shaxslarning ismini faqat tilga olmangiz, ozroq tilga olgan bo'lsangiz Bilib olsin, men nima shaxslarni tilga olaman, aqli bo'lsa bilib olsin. Zaten qo'ydek shuni kendi jumamda. Hamda nima siz hozir ikki qatimli o'quvchilar harakatidagi tirik bir shohid ekansizda, hamda 85-87dagi. Hamda 88'deki. 88'dagi. Endi bir siz bir tarixchi bo'lib chiqdingizda mush ikki harakatlarniki birisiga hozir baho qo'yib bo'ldingiz 87-yildagisiga. 88'deki. 88'dagi hamda. 85ga qanday baho berasiz? 85'indeki milli ben şuarlarını depedim o atom bombasını karıştırmayız, milli kemsitiş karıştırmayız, autonomiya o tam bizim halkımızın arzusuydu o. Xalqniki, Ama onun başlığı zaten öldü. Öttedi onu. Yani bir başkalarını bir nechsini qo'g'ilib etdik dedi-yu, keyin bir yerlerden chiqdi ulandim bir yerlerden. Men mushu qishlarni qistirib qo'yaydi. Men mushu haqida ozroq bir material tepib, men to'rdan izlab mushu sunniy aqlni so'rab baqdimda, mushu o'quvchilar harakatini kelsam, bir shaxsning ismini deb berdi-ku, bu sunniy aql menga. Ismini evet berdim, isminiki Erkin bir nima deb nima qildi, o narsanikini bu 82 fizik fakultetiniki o'quvchiga nihoyat milliy g'urur kuchlik, nihoyat notiq ham Uyg'urlarga shu milliy Uyg'ur harakatidagi bayroqdorlari deb bu sunniy aql menga chiqarib berdi. Men sunniy aqldan so'radim, bu siz buni men faqat o'qimaykanman bu shaxsning ismini. Men bu to'g'ri xil materiallarni ko'rgan, bu siz bu nerdan oldingiz, manbasini deb beraman deb sunniy aqlga buyruq versem, sunniy aqlda deb inglizcha yozgan bir material var ekan, bir kitap var ekan. Mush kitapda mushta xotirlangan bu adamniki. Chunki Xitoy hukumati bundaq adamning Uyg'urlarni bilib qilishdan ansiraydi. Shuning uchun Uyg'urlik nurg'ul yozib narsada bir narsa yo'q, ammo inglizda o'sha arxiv yozgan kitobida bor deb o'sha kitobning ismini chiqarib berdi-ku menga. Qara, men sana bir narsani deb qo'yay. Sunniy aql shu kim bir narsa yuklagan bo'lsa, kompyuterdagi materiallarni, uchurlarni xulosalab javob berdi sana. Onu bir adam kirgizdi u yerga. Men shuni deb qo'yayman-da, bu harakatga qatilganlar mayli 85diki bo'lsin, mayli 88diki bo'lsin. Qara, bular bu yerga qatilgan nurg'un bolalar milliy g'urur kuchlik, vatansevar yoshlar, ammo bu yerda bularni mushu harakatga astritdan ashlarni oldiga sep qo'yib turib, bu yerda bir siyosiy o'yinmi bor? Uni bizga ma'lumlar degan tursa, yig'in ichib. Xo'sh, uda qolsa yana bir narsa tag'inda 85dagi o'quvchilar harakatida o'quvchilar harakatining vakillari, atalmish Abdumarana rahbarlari bilan bular suhbat o'tkazdi, shu deb qo'y.
O 88'tikilermi ötkazdi. Cenab-ı bilen nim kıldı, taleplerini oturup koydu. Ambiyat mayada qara, manda gap bor. Men bayan bir gapni dedim sana. Suvni leytib biliq tutish degan bir siyosati bor Xitoyning. Bu harakatni Xitoy rahatsız, Uyg'urlarning manda jonlanib ketishdan. Buni bostirish uchun bir sabab kerak. O'ylab baqa, bir fizik fakultetiningki o birisining shikiga Uyg'urlarni haqoratlagan bir narsa nimish tuyuqsiz chiqib qoldi. Onu faqat futurkistim topolmadim o narsani. Onu bilmaymiz işte şu hani qolgandan keyingi masala shu banda. Biz tarixchilar bir harakatning tarix nimasini bag'laganda natijasiga qarab buning foydasi nima bo'ldi, ziyni nima bo'ldi, xalq buningdan bir foyda ko'rdimi yo ziyon ko'rdimi deb shuni qaraymiz biz. Ama men 88'dikininki muşunda nima bo'lib ketdi. Uningga qatilganlar anda demayman. Chunki hozirmi masalan mush chet elda atalmış tashkilotlarning kendi juganlarmi nurg'unlari yaxshi niyatli odamlar. Ama bilmaydi o yetekçi ideyaning nelarga boshlab ketayotganligini bilmagachga biz nimada cho'gilab yuraydik hech qachon mundaq aylanib. Sen mi bilsan onu? Rahmat. Endi buni siz o'qish harakatini shu yerda shu maktabda davrsiz yashagan, nurg'un ishni boshdan kechirgan, o'zingiz 37 yil burun ilgari qoldirgan xotirangizni bizga o'qib berdingiz. Endi birinchi qo'l materialda bu. Ben bizzat şahidi, hatta ben de hamma narsani uçuq deb berdim. Bizga muallimlar Allah razı olsun yig'ib, mening tegida manda bir o'yin bor deb qildi. Balla, meningdan nurg'unlaringni kuyab ketmanglar, diqqat qilinglar meningga deb millatchi yaxshi bizga shu Uyg'ur tarixini, Uyg'urning vatanning tarixini nihoyat obdan anglatgan vatansuvar muallimlarimiz degan tursa bizga o'yin mavo diqqat qilinglar dedi emasmi? Xo'sh, endi bu Ben ularni dedim yana birisi ta'tilda bularni yig'ib kelib so'roq qilgan vaqtida hammasi bir-birini pash qilgan. Bu qanday harakat emsa bu? Rahmat. Nemish pash qilsa? Qilgandiki men qildim, vatan uchun qildim, millat uchun qildim, nima qilsam qilmamsa, demamsa. Shundoq. Ya nurg'un ishlar bor. Chet eldimi Uyg'urlarning beshiga keltirilgan nurg'un paypoqlar bor, biz bilmaymiz. Ama hozir buni desak bu nadan xalq bilmaydi, tushunmaydi. Shuna tarix qo'yib qo'yamiz Abdurahimjon buni. Deganki, shu suhbatninki eng muhim nuqtasidan birisi, ikki qadamliq o'quvchilar harakatiningki sizningki 37 yil ilgari qoldirgan birinchi qo'l yozmangizda hem aşağı maktabniki rahbarlarniki, o'qituvchilarimizning degan gaplardan qoldirgan bu birinchi qo'l xotini nihoyat muhim bo'lgan ekan shu. Men bu videoning bu qismini kesib ayrim bir taqib qo'ysam bo'ladi. Qolganini xalq o'zi tafakkur qilsin, o'zi xulosani o'zim chiqarib boqsin. Sen Abdurahimjon bu yerda tafakkurdan bahsetding da tafakkur. Qara, aql, idrak diye bir şey var. Bizning odamlarda ba'zilarda aql biroz bo'lgan bilan idrak yo'q. Yaxshi bilan yomonni farq etish iqtidori yo'q. Ya'ni mandachi aytgan vaqtda zerek emas. Sapligidan, nadonligidan, idroki bo'lmaganligidan bizning xalqimiz davomli oldinib ketiglik, davomli xato odamlarning keyinda mingiqlik 30-40 yilni ya keyindan yurib nima qilib berding sen mavaqqicha deb so'rmaydimi? Voy bu chat ish qilyotdi. Voy namoyish qil. Namoyish bilan masala bo'ladigan vaqt emas hozir. Men sana yana bir gapni deb qo'yay. Bu tarix. Ben Türkiye'ye kelganda zaten biraz ko'nglim yerim bo'lgan. Mush odamlar, mush odam bakina to'g'ri xudoyi, mushning qo'li qalqan bo'lsa bu ish tugabdi degandimmi? Keyin qara. Vaqtda Mehmet Rizo Bekin deydigan bir adam batı general. O generalni bir to'nigan, uning yaqin tuqqanlarimi keyin menga ba'zi narsalarni deb berdi. Amaliyotda ham bu Turkiyaning hamda adami hamda askari bo'lgan. Ash adam o'ngshab ketalaydi, lekin unimi qara Xitoy demokratlari bilan 7 kishi bir narsaga qo'l qo'ygan yeri bor. Anlaganmi? Buning 11 bitimninki farklı bir versiyonu. Bizga Xitoy demokratlari bilan shu yaqingacha millatning Xitoyning zulmi qon-qiniga sungak o'tib ketgandan keyin voy bularning demokratimi o'xshashgan, kommunistimi o'xshashgan deganniyaga bular biroz sal xotni o'zgartdi.
Voy yaqinga shular bilan o'tirib, shular bilan qo'pab biz demokratiya deb mushalar kelib Xitoylar shu 7 odamni imzo atqizdi ya. Sen kim o'san? Sen millatga vakillik qilamsan? Shu materiallar bor. Seni kim sayladi? Bu Xitoy demokratlar bilan Uyg'urlarga vakolatdan qo'l qo'ysa deb sana bu vazifani, bu huquqni kim berdi deb so'raydigan bir 4 o'g'il chiqmadi-ku. Voy ertugün yana xalqaro vaziyat o'zgarib qolsa, yana aşılar do'ppisiga jigit soladi qarabdi. Ya onundan ben bir vaqtida naq maydonda so'rgan ashna Bu idrak yo'q, bu xalqning idraki bek ojiz. Ojiz bo'lg'achqa ma ishning kunni ko'ryapti. Sal idrak bo'lsa, aql bo'lsa, biroz zirak bo'lsa, ma tarixdan tajriba savoq elib, ma bugun ma kunga qolmaydi ma millat. Meni to'l gap qildimi? Bugun ma birer hozir inkas yozibdi, Mehmet Osman deydi. Assalomu alaykum deydi. 88-yildagi o'quvchilar harakatining bir shohidi bo'lish siftim bilan deydi. Men Varis muallimning fikriga tamoman qo'shilaman. Alloh rozi bo'lg'ay debdi. Ya'ni musha O qarindishimizning idraki var ekan. Chunki men bu yerda hech narsani yushumudim. Chunki unda mening bir yomon niyatim yo'q. Mening ichim bilan teshim o'xshash bir odamman. Men millatimizning tushgan mush fojiasi, mush eg'ir haqorat, mush kulfatdan ichim yurakim qon ulab ketgachga ma ishni aniq da'vatimman. Ya'ni aql va odam buni biladi. shundoq. Mana men nurg'un narsani tushundim. Ba'zi narsa texim oydim. Ha tushunmagan narsalaring jiq. Aldırmay sen. Azraq asta-asta tushunamiz, lekin nurg'un narsaniki bir pardasi. Bu millat bu aqlini kallasini silkitib, do'ppisini manda ep qo'yib turib, haqiqiy bir nimaning aliqi nimasiga chin esilmoqcha bu millatning da tek ko'rdigan kuni jiq. Chunki bu millat bir aldan, 2 aldan, 3 aldan, 4 aldan oldini yuramsay senda hech aql yo'qmi senda? Qara, bir millatning rahbari bo'lish uchun aql farosatda, ziraklikda, o'g'iz qanday bo'lishing kerak. Hammani besib tushadigan odam bo'lishing kerak. U vaqtda har qanday odam sening kerningda mangadi. Bizga ishtishakning beshiga chiqib qo'yib, mangning kendim mang degandiki, xalq mangmayotgan gap. Shunga bulatqa ishmavu. Sen o'zingdan tuvan turadigan aql jihatda, bilim jihatda, qobiliyat jihatda o'zingdan tuvan turadigan u millatning ruhi bilan yugurilmagan odamning kendi mangamsa sen. Men ba'zi do'stlarimga dedim, bilmem sizlar bir gap so'zlaridan bir nimasiga azroq bir tarixiy qarab boqmadingizmi desam, boshqasi bo'lmasa deydi. Aqlmi shu? Ya'ni Uyg'urlarda aql idrak degan bir narsa bor. İdrak bek ojiz bizda. Shuning uchun bu yerda hamda mushu beshig'i mushunda kulpatli kelyotdi. Ve bu bence tarixda 200 yıldan beri yaşayılıkta devleti bo'lmay, izilip, xorlanib, itilib, qeqilib, urilib, aynda bo'lib qolgandan keyin bu ojizlab ketgan bizning millatda. Qara, 4 tal pulni yig'iblam, bir tomoq versang, hammasi och qolgan mushukli deklam keladi. Ma kim beryapti? Ma tomoqni bergan pul nerdan kelyapti? Halalmi, harommi so'rmaydi emasmi? Rahmat Varis muallim, degan qimmatli narsani so'zlab berdingiz. Bularni biz o'quvchilar harakatida hamda har yilni xotirlandi. 85 o'quvchilar harakatida hatto 88 bakray xotirlab ketayotgan kiyimlarda. Bu yilda Amerikada mush o'quvchilar harakatining 40 yillik 85 o'quvchilar harakatining 40 yilligi Nurmat Musaboyev o'sha o'quvchilar harakatining rahbarlaridan birisi bo'lib Amerikada suhbatlarni berdi. Biz o'tgan suhbat qilmoqchidik, tuyuqsiz suhbat qilayotganda programmadan chataq chiqiblar. Ovoz kelmaylar, shuni to'xtab qolib buni davomlashtiramiz orada. 88-yilni siz qoldirib qo'ygan xotirangiz bizning mush vaqtgacha bir ichilmagan bir nim bo'lib qoldi-da bir. Mana shu vaqtda yezib ekanman buni. Şu vaqtida men turdi xotirlarim bor mening. Men tarixchi, men böyle şu vaqtning shohidi, jonliq shohidiman. Bu yerda mayli Amerikada olsun, mayli boshqa yerda olsun, agar idroki ojiz bo'lsa, voy yaxshi bu odam davrdi, zaten hozirgi shunda deb kelyotdi-ku bular. Birla nima? Siz bir tarixchi, hem tarix fanlari professori, siz bir ziyoli bo'lib sibtingiz bilan biz 85 yillik o'quvchilar harakatini xotirlaymiz, 88 o'quvchilarni la'natlaymiz, to'g'ri bo'lamdi?
85'likisi milliy irodaga temsil vakolatlik qiladi. Ama 88'deki bir guman bilen to'lgan bir hareket. Bir, shunday milliy ruh uyg'onayotgan, uyg'urchilar bunda jallanayotgan milliy ruh tazı ustiga chiqayotgan vaqtda bu o'birnidagi bir sesqishga Uyg'urlar jalab bilmem anda bunda degan gap nima uchun chiqdi? Kim chiqadi buni? Ve bunu bahane qilib, namoyish qilib, ananiki Uyg'urlardan nechisi jazolanib ketdi? Ha? Neçi Uyg'urlarning kelgusi o yerda yo'q bo'ldi. Jazoni Yani neticeye qaraysa neticeге. Ama miyada şunu bilish kerak. Bu hareketning mahiyatini bilmay ya bu nima uchun chiqdi. Bizni ash muallimlar Allah razı olsun. Ular chaqirib balla kunga biz aran erishdik. Mushuni ko'ranmayotgan ahvol bor. Mushu yerda bir suiqasd bor. Diqqat qilinglar deganlik uchun biz diqqat qildik. Shu bizni shu ogohlantirdi. Shunda bo'lganda 88lik o'quvchilar harakati bizning Sharqiy Turkistonda jo'shirib rivojlanayotgan milliy ruhni besib bilan etdi. Mushuni bahona qilib besib etdi. Undan bugungi kunda bu Do'lqin Ayso o'zi o'quvchilar harakatining rahbariga deb buni millat javob berish kerak ekanda buni tabrik. Men onu xalqqa qo'ydim. Men buni ism demayman. Ko'rdim mana ekran ochdim. Onu ism demay. Aqli odam shu vaqtdagi yashayotganlar menmi yashadim shu vaqtda shu harakatning ishida bo'lganlar bog'i hozir yashayotdi nurg'un chet elda-ku. Jiqlari bor. Do'lqin Ayso. Uningda qara bu yerda sen ism bersang o'zing ega, ama men bu yerda voqeani qilyapman. Voqeani tahlil qilyapman, shohidi bo'lish sifati bilan bu bizga nima olib keldi, nima ziyonlarni olib keldi, qandan bo'ldi deb men sana ahvolni deb berdim. Uni xalqimiz mayli qahramon qilib beshiga ko'tirib olsin. Oppoq uchini ko'tirib yurgan-ku bu millat. Mayli yüzü bildiğiş meni şahsiyeler bilen meselem yok mening. Mening meselem milletning meselesi. Men nima Ahmet Mehmet Samet bilen mening nima çataqım? Anısını satamdı, biznisini satamdı bana ne? Ama milletni satqa adamning qarşısida men bor. Xo'sh. Men şu milletning bir a'zosi. Ama bizdeki adamlar tolumi yalğız, tolumi az biz. Çünkü idrak bo'lganiga u biz hamma narsani faraz qilib, ta'min qilib chiqara olg'achqa bularning mohiyatini bilamiz biz. Bularning xalqni qanday qaymoqtirayotganligini bilamiz biz. Nurg'a odam deydiki, qo'limda manda material bor, manda chiqamamsa, demamsa qo'rqmay. Yani Uyg'urlarning nerede haramzodasi, nerede fursatparasi, nerede pashivazi, nerede axloqsizi bu ishning beshiri chiqyapsa, senchi Allah bu millatga rahim qilamda. To'g'ri, bu realligimizni real ya düzgün adam yok mu ya bu Uyg'urlarning arasida şöyle hammamiz alqishlaydigan bir tuzuk adam yok mu ya? Bak seviye, axloq, faraset, fazilet her cihette. Ben onun için Oğuz Hakan'ını misal verdim. Ama nurg'un Uyg'ur o'qigan bilan, diploma olgan bilan, aqli degan bilan faraset yok. O faraset biri cho'nqur bilim bilan keldi, yana birisi bir Alloh vergisi o. Allah'ning bazı adamlarni Alloh ishida yaratdi. Çünkü o millet ko'zi qalbi ko'r bo'lib ketgachga uni ko'rolmaydi o millet. Şunun aşılının kendini 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl ketiverdi. Ve bizni ne gapirvatsa, nemiga eriştiydin bugünküçe sormaydı onu. Onun onda bir derdi yok. Çünkü onda bir paraset yok. Şimdi ben bir yerde tarihi bir vazifemni ado qildim, Abdurahimjon. Daha başka meseleler var. Sen Barin İnkılabı dedin da, Barin İnkılabı'nın şahitleri var. 90'ncı yıllardaki hareket, xalqninki Xitoyning assimilasiya planı, politikası, planlıq politikası ve Xitoylar texmi bizni qattiq vahşi bir şekilde bastırışqa başladıkça şunun bilan hamda barindiki ve inqilab hamda şu bir rayondagi inqilab. Ama neticesi nima bo'ldi desang, afsuski nurg'un qirg'inchilik bilan, nurg'un qatliamlar bilan bastırıp etildi. Yani tamam Bahar'ın ruhunu, milletinin müstakilligi, milletinin azatlığı için can köydürüp oturup çıkanlar elbette biz tebrikleyimiz. Lekin bir milletinin hakiki vatan suyerleri asanlıkça yetişmeydi. Bunda adamlarni yani menimcha qo'g'dab qilish kerak edi. Vatanning hamma tarafida tang bir
Aşı vaqtlarda 90-cı yıllar, 80-ci yılların ahiri Sovet İttifaqımı təvrəb parçalanıyatqan Xitayda demokratik hareketler küçülünüyatqan taze bir fırsat idi. Nemiş vatanның her qaysı taraflarda bu zulümün karşı ortak bir milli seferberlik bilen, milli bir birlik sebep bilen, milli bir inqilab birlik başlamay faqatlan barında çıktı bu. Nemiş hemmiyedi çıktı fakat zulüm barındılan bağmıtı hemmiyedi batığı. Rahmat, bugungi programmamiz vaqt munosabatlari mishada oxirlashtiraylik. Barınqlar vaqtida oldimizda Barınqlaviningki 2026 yılının 5. günü bunu ayrım bir tema qilib suhbat qilaylik. Lekin bugungi nurg'un o'zingiz haqiqatan bir tarixiy burchni ado qildingiz. O'zingiz 37 yilning yog'i shohid bo'lgan kunlik xotirangizni oshkorlab berdingiz. Başka hatırlarımızın batığı o milletin uykusu içilgan vaxtıda Yo'q, har azdan etish orqali azroq shu haqning bir savol tashlashdan tang yağlık içirip çıkmaydı merak etme. yo'q, kerak kirib chiqsin chiqmasin, lekin millatniki bilish nimasi borda biz Yok biz tamam bak sen bir gap ne dedin tarih tıkıp kalıdı o. Ben bunu tarih tıkıp kalsın da davatımı. shundoq tarix. Men vazifamni ado qildim. Men üstümdeki yükni nim qildim. Xalqqa qo'ydim. Xalq vazifasini ado qilmasa biz nim qila olamiz? Yani aş lagerlar başlaşdan avval taz aş facianing mana men deb taz nim qilayotganda qarindoshlar ma vaqt bek nim bo'lib ketyapti birlashaylik deb üst birlikning fikrini o'tirg'i chiqadikmi, chiqarmadikmi? İyi chiqdimi bu millat? Hem xalqdan hem de Yok xalq deganmi biraz vatanparvar bo'lish kerak. Shu xalqqa taynamiz biz. Kimga tayindik? Hindistonliklarga taynamdik, Pokistonliklarga taynamdik. Bu xalq biraz ko'zni ochmay uxlayversa sen nima qila olaysan? shu hozir diaspora xalq nima kim kontrol qildi, tashkilotni kontrol qilib yetib qoldi-chu. Shuni kendim mangan xalqning aqli yo'qmi-kan? Idroki yo'q. Yani Buning uchun shu ko'plab program ko'plab qilish orqali mushundaq realligimizdagi mushundaq iflosliklarni ichib birishimiz kerak-ku bu narsalarni. hozir qara Uyg'ur diasporasidagi mushu chuvalchaqlik, mushu dağınıklık, mushu başıboşluk mesela bir monchi tashkilotlar var. O'zing bilsa bir qurultay deydi, birisi sürgün hükümet deydi, birisi meclis deydi, birisi ma'arif deydi, birisi u deydi, birisi bu deydi. O xalqning kallisi bek chechiliqli hozir. Anlatabildim mi? Yani onun için biz fakat tarixda hamda vazifamizni ado qilyapmiz. Shu vaqtida biz millatning ziyolileri bilan süptimiz bilan biz bunu oturup koyduk. Dünyada hamma adamning bir ümit olgana şu. Ama paltılıvetde şu nimeler yürüydü o yana bir adam çıkıp yüzüge tükadimi? Ve dadı söylep gitivasa anıs turmada tutsa yüzünün qeyrindaşları qijnilip aşağıda üle avasa miyada toy oynap çay oynap jügen haq tutsa bu. Yeri bir narsa bor-da, shu mening diqqat qilgan, men shuni tushib qo'llab inkosmi yozgan, narsalarni yozgan. Ama netice qana? Bak, chet devletler sen turvatkan devlet mi şu, Girman mı şu, Amerika mı şu, Uygurlarının muş çuvalçaklığından bek paydalanıp gidiyordu. Hiçbir devlet bunun Uygurlar birleşip özünü öz kutquzuşuna herhalde bek nim qaramaydı ki. Ama fakat özünün menfaatini çekilsa biznes deymi ki, bomuz Uygurlarının manda haleti, ulanın muhalakı menfaatini uygunken de bizne Xitayga setip can bekişkimi buldu iken de o Uygurlar manda olgandı ki. Ama milli bir birlik sebep ulap bir güçlük bir nim bilen Uygurlar ittifak ulap nim kısa hiçbir devlet bunda kılanmaydı o. Hem de anında size üstü birlik dedim size ama üstü birlik kim en karıştı desek qo'llagan kim olsa xalq qo'llab baktı. Xalqda kuch yo'q. Ama akıdı tuğdu mu? To'mida hem tashkilotlar, mayaqning Ya şu bizge karşı şu resimlerini size muşru kıyganda millet aşılarını türkümlep berip yüzgü tükürüp nimik oturup çıkış gerek idi. Mala nim davatıdı sen nim davatsa halk degen manda kılıdı o inqilab degenni. davatimiz var. Hammasi jim şu turup aldık o. Yani azroq qadam qilib, jiqadam ras harakatlanib bu birisi ani buningga qurultaymi qarashdi deb Turkiya muharib jamiyatim qarashmasdi. Ya aş sizga resimda aşağıda şularning bütün teşkilatlarning logosu var. Halkımız biladi onu. Yani yana bir ish bor. Sürgünlük hükümet dediğiniz şu çağlarda mı karıştırgan sürgünlük hükümet. Ulan Osman Max video taqatı bu doğrusu karıştırdı o. Men isimlarga kirmeyme Abdurrahimcan. Senin o G'ulom Osman bulamdı, Dolqun Aysa bulamdı. Bu senin meselen. Men bu yerda shaxslar bazda kirmeyme. Xalq men milliy mesele. Men shaxslar üstü, teşkilatlar üstü. Benim
birinci nima milliy menfaatimiz. O boş ver o Ahmet Samet beni ilgilendirmez. O senin neysen. Yani sen onunla bir meselen olsa sen deyiş. Ben demeyim bana yaraşmaydı o. Sigara içmem. Ben hiç bilmem bu narsanikini. Hatta Bu muşu senin işin. Ben fakat tarihi reallık ne fakitleri bilen analiz kıp verdim, tahlil kıp verdim. Bunun sebepkarlığını tepiş halkның işi, senin işin, yani bizning işi. Şu hoqaşqa men özümün xalqning içinde bir lilla turib tanqid qila oladigan bir ziyoli bo'la süptim bilan hech bir vatma bu narsanikini. Shu chog'da tanqid degan ulan bo'lsa buni qatta necha videolarni haqqasini aniq ismini tilga atab tanqid qildi. Qarshi turdik biz uningga. Qarshi turdinglar ama ahiri hammasi jig'ishtirdik Men oyni. bir kishilik burchimni ado qildim, qarshi turdim. Yani biz qara tarixda deymiz, Allah'ımı deymiz, milletimizge mi deymiz, hiç bo'lmaganda yezib qo'ymiz. Biz şu qari kunlar kelayotgan vaqtida millatning ziyolileri bo'lish süptimiz bilan bu meseleni bek qarang'u bir nayt vahşi bir nima kelyotidi o qari buran manada bir birleşip bütün dünyadagi Uyg'urlar birleşip maishning oldini olaylik, birlashsak hech qanday davlat bizni satanmaydi va bu yerda bizga Xitoymi manda rahat qilolmay, hareket qilolmaydi degan to'q. Biz buni vazifamizni biz ato qildik, ama biz xalqimiz bu ishga ega chiqib mushu bizga qarshi rasmlarni sizib aşağıda bütün teşkilatlarning logolari va ko'ryapsan. Ashlarga hey gular nim deyapsa, bular nim deyapti, sen nim qilishyapsa deb xalq hisob so'rmadi buningdan. Biz anizda vazifamizni ado qildik. Sorun emas, so'rgan bilan javob bermay jim turibsiz, hech nima qilolmaysiz. Xalq degan qara bir xalq berib yuziga tukirdi. Javobgarligi tassa andan bu ishning davomi keldi. O bu xalq bugun akşam aç qalamanmiki, ayatimin Turkiyada heyditamiki deb o'zining jeniga ko'yga chiqib qolgan xalq uni qilamda yurmamda hozir yana arista shu xalq yana kendi yurmamda shu xalq shu Jig'ib aytgan vaqtida mana shunda xalqninki birlashiga eng qarshi turgan kim o'zi tashkilotlar. Mayli surgundagi hukumat dernekli deyman, u olsun, mayli qurultay olsun, mayli hammasi boshqalarniki birlashib bir boshda yang chiqarishga hammasi qarshi o'rtaq. Undan bularki o'rtaq bu. Nimishqa birlikimizni qarshi turyapti. Şu vaqtida haqiqatan hamda bu yerda haqqini berish kerak. Tabii biz bu böyle teşkilatlar üstü, biz bir teşkilatның adımı emas qara. Biz milletning adımı, milletning avlodi biz. Agar millet birleşse biz her cihatdan qo'limizdan kelishicha janimizni beramiz bu milletga. Ama teşkilatchilik, guruhvozlik biz eng nafrat qiladigan narsa. Shu vaqtida bu Rabia Qodir animiz biz bilan ko'rishib degandi. Bu iş bek yaxshi fikir qildinglar bolalarım. Mana men ömrümni atab qo'ydim bu ishga. Bu bir yaxshi fursatgan deb bir amdash telefonda o'zining ko'nglini bildigan shu ayol. Allah razı olsun. Rabia Qodir apimizdan boshqa manda uchuq manda nima qilganlar bo'lmadi. Ya ben qo'ydim shu joy Abdurashmonov telefonla qilib O Abdurishqi degan bo'lsang tamamda. Men o'zim bilganni deyaptim. Chunki Rabia Qodir anımız hem de şu vaqtida hem de ömrümün ahirida bo'lsa men Allah ömür versin Rabia anamızın salomatligi de. Yani mush ish yaxshi bir fikrga mushada bir kuchimizni birlashtirib mush ishni amalga oshirsak yaxshi ishkan bolalarim deb hem de shu ko'ngilni ifodalagan hem de. Hem de onu hem de bilib turib demek bo'lmaydi. Hem de o çünkü o anımız bu ishning ichiga cheggandan keyin kimning qandoqligini yaxshi bilgan gap. Kim nega bog'liq, kimning nenini kim beryapti, hammani bilib qolgan gap. Bilib qolgandan keyin ba'zi narsalarni aytdi. Buni xalqimizmi biladi. Ama xalq deganing ama nima Finlandiyadagi ozodlik urushdagi xalqdek xalq bo'lsa, Mustafa Kemalga agashgan turk millatidagi xalq bo'lsa, u hech qanday qari niyatlik odam turolmaydi, uni tuz tuytidi xalq. Ama bizda xalqda qulluq ideyasi bek kuchli, ya'niki biraz aql bo'lsa-mu, idrak yo'q. Idrak bo'lmagandan keyin anqiranmaydi. Rahmat Varis muallim degan yaxshi suhbat bo'ldi. Suhbatning eng muhim nuqtasi 37 yılın oldi yazgan birinci qo'l yozumingiz nurg'un narsalarni bizni boyqadan yana bir o'ylanishga, yana bir tafakkur qilishga, shundaqla bizniki Sharq Turkiston milliy ozodlik kurashimizga qaytadan bir diagnoz qo'yib,
nurg'un savollarni so'rash orqali buning javobini tepishga undayotidi, jumladan meni. Shundaq nurg'un ko'rarmanlarimiz bor. Programma Facebook tuyuqsiz uzib ketdi, nima bo'ldi bilmayman. O'shani ayrim kesibman, yana Facebook chiqarib qo'yman. Unda bugun programmamiz mishagich bo'lsin. Bu programmaning davomi bor. Endi biz barini aniqlayotgan keyingi nima davrni bir misol qilib, shu g'ulji qirg'inchilik qadar bir qilaylik, ashta qilib ham 2-3 program qilib programmani tugatamiz. Rahmat amsa. Varis muallim. Arzimaydi, sana rahmet. Hem şunda vaqt çıkarıp hem benim hazır çümpistan o kadarcık işler varken bu milletinin şiki aka degenligin üçün, şikimni çağalligin üçün hem milletinin bir bir pedakar perzent iken bu. Dep hem kolumuzdan kelişçe nemi kıvatımız, onun hem de Allah bire mükafatını. Ya cümle hemimiz En azından tarihi vazifemizni hem de ada qilgan bolduq da. milletimiz için kolumuzdan Bu bugünden ertesi oy mandaken de özgürüp ketmeydi, o katmanlaşıp ketken bir nimba. O vakit gerek onunla, terbiye gerek. olsa skanerlab buni bir necha elxatlar orqali saqlab qo'yganda bir nimalar yana pokit yo'qolib ketdi, uyga o'g'ri kirib ketishlar kim. Yo, o degen bu öyde tutulgan nima allı burun. Adın Z'ge muş kiçikkina notning hammasini berib boldum. Har qanday ahvolasi da o ishni aşadan başladı. Onda sel qaraydigan ishmi bu. Evvelallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti ve minglarcha o'quvchim bor. Men Türkiye'de bir daraxt oldum artık köklü. Onda asayish yok. Ben zaten jenim bu kallamni qo'ltig'imga qistirib yashayotgan odamman. Baribir o'limiz o bir kuni. Bo'ldi. Rahmat amsa bugungi suhbatimiz mishachi bo'lib qolsin. Qolganda yana kelar qatimda yana davomlashtiramiz. Hammanglar Allohga omonat qarindoshlar. Taqib qo'yinglar, ko'rdinglar, bulab bugungi Varis muallimninki buni 37 yil burun o'zining xotiri, kundalik xotirasi qoldirgan muhim uchurlarni echib berdi. Bu diasporadagi har bir Uyg'urninki qayta anglab, tafakkur qilib, o'ylanib, bizning Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatiga bir savol qo'yib beqishimizga xitob qilyapti. Bundan bugungi suhbatimiz mishachi bo'lsa, kelar qismda ko'rishadi. Allohga omonat. Xo'sh. Hoş.